Gaplashadigan yigitingiz bormi? Turmush o'rtog'ingiz tayyormi yoki sovchilar kelaversinmi demoqchi? Ha, kimgadir ikkinchi bo'lganda, Mer solib beraman, siz ikkinchi bo'lib tegasiz. ikkinchi bo'lib tegsa mer solaman dedim. Mana shu narsani chiqarish olmayman-da. Sizdek onani farzandligim uchun juda ham faxrlanaman. Havas qildim sizga. Siz qanaqa ona ekansiz? Shundoq qiz tarbiyali. Hali mani otasizligim ham, otasi bor, yo'q ham deb o'ylaganingiz yo'q edi. Kechagi kun ortda qoldi. Bugun esa yangi kun, yangi imkoniyatlar. Bugun podkastning 9-soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz aktrisa, bloger Malika Rashidova. Assalomu alaykum, Malikaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizga birinchi savolim. Haqiqiy hayotdagi Malika bilan Instagramda rollardagi Malikani farqi bor. Juda ham katta farqi bor. Instagramda juda ham og'ir, bosiqman. Lekin drama yo'nalishida ko'proq videolar olganim uchun yig'laydigan, siqilgan videolar ko'proq olib chiqaman. Lekin hayotda unaqa emasman. Juda ham shodon qizman. Mani Instagramga olib chiqayotgan videolarimni hayotimga umuman aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Aloqasi Nima uchun unda o'zingizga mos emasdi? Qayg'uli videolarni tanlagansiz? Men o'zi aktrisaman. Aktrisada hamma o'zini qaysidir obrazda ko'radi-da. Kimdir zahar kelin, kimdirlar yig'laydigan, kimdirlar sho'x. Men qaysi serialda o'ynagan bo'lsam ham faqat qanaqadir yig'laydigan yoki siqilganga tushib qolganman dedim. Meni shu obrazda ko'rishgan. O'shaning uchun faqat shu obrazda meni chaqirishadi seriallarga ham, kinolarga ham. O'zimni shu yo'nalishda ko'rganim uchun Vine yo'nalishida ham yoki kulgili narsalarda ham unchalik o'xshatib bera olmayman. Siqilgan, yig'laydigan narsalar bo'lsa, drama narsalar bo'lsa, kirishib o'ynab bera olaman-da o'sha narsaga. O'zimni obrazda, shu obrazda ko'rganim uchun Instagramimni ham shu yo'nalishda olib boraman. Tushunarli. Mana Instagram haqida gaplashdik. Instagramingizda juda ham ko'p katta auditoriyaga egasiz, ko'p obunachilarga egasiz. Rahmat. Bu narsa sizni qay darajada o'zgartirdi? To'g'risini aytsam, oldin Instagramda bunchalik bloger emas edim. Aktrisalik qilib, syomkalarda yurgan vaqtimda qanaqadir menga motivatsiya yetishmasdi yoki har doim yig'laverardim yoki taslim bo'lib ketaverardim. Nimadirlar bo'lib qolsa, bo'ldi o'xshamayapti, qiz bolaga emas ekan derdim. Chunki aktrisalik juda ham qiyin kasb. O'zi hamma kasb o'zgarishi qiyinchiligi bor, lekin qiz bola uchun aktrisalik juda qiyin. Uni nonini yeyish juda qiyin. Keyin Instagram yurg'isi boshlaganimdan keyin, blogerlik sohasiga kirganimdan keyin meni muxlislarim ko'paydi, meni ko'radigan, menga o'xshash xohlagan, havas qiladigan, har doim meni podдержка qilib turadigan obunachilarim ko'paygandan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim juda ham oshdi. Yana ham kuchliroq bo'lishga, yana ham o'zim hamma narsaga harakat qilishga, uydagilarim yordamsiz, bitta o'zim hamma narsaga erishishga yana ham ko'proq motivatsiya oldim-da. O'zimga bo'lgan ishonchim ko'proq oshdi. Bitta shu javobingizdan menda savollar juda ham ko'payib ketdi. Aktrisa bo'lish qiyin deyapsiz. Nonini yeyish qiyin deyapsiz. Biz eshitganmiz, ko'p endi eshitib turamiz. Aktrisalar biron bir rolni olish uchun rejissyorlar tomonidan qanaqadir munosabatlar taklif qilinadi degan gaplar yuradi. Shu nechog'lik to'g'ri? Endi to'g'risi bu narsani targ'ib qilish niyatim yo'q. Qaysidir rejissyorlarning ko'ngliga tegish niyatim ham yo'q. Yaxshi rejissyorlar ham juda ko'p. Hozirda ishlayapman, juda ham ko'p yaxshi rejissyorlar ham, lekin siz aytayotgandek rejissyorlar ham yo'q emas, bor. O'zingizga shunaqa taklif bo'lganmi? O'zimga to'g'risini aytaman-da, men 8-sinfimdan boshlaganman aktrisalikka kirib kelishni. U paytda Zumrasha degan tele ko'rsatuv bo'lardi, yosh bolalar uchun. O'sha vaqtdan boshlaganman. Keyin O'zbek filmda, Erkin Komilov hollarda, Vice Media'da o'qiganman. O'qib boshlaganman, chunki u paytda men maktab o'quvchisi edim. Kursga borganman to'g'rirog'i. O'sha kursni boshlab, o'sha bitirib kelganimdan keyin xuddi o'sha O'zbek filmda Erkin Komilov meni ustozim bo'lgan. Ulardan chiqqanimdan keyin men o'sha o'zimni talentim bilan kirib bu narsaga o'zimni ko'rsatib o'qib
pulsiz, yordamsiz qilganman-da, chunki baribir pul kerak-da. Keyin qanaqadir уже kurslarni bitirganingizdan keyin sizni syomkaga taklif qilishadi. Men bu narsani o'qib chiqqansiz, men bu narsa yo'q, tushganman ko'p narsaga, lekin shunaqa vaqt kelgan. Bitta kinoga o'sha o'zbek filmida meni chaqirishgan. Shunaqa drama bo'lgan, qanaqadir bilmayman, serial bo'lgan, chaqirgan, meni shu narsada obrazda ko'rishgan. O'sha paytda men juda ham xursand bo'lganman, chunki meni birinchi katta serialim bo'lganda, hali men serialga chiqqan qiz bo'lmaganman. Juda ham xursand bo'lganman. 8-sinf o'quvchisi bo'lganman-da. Endi men osmonlarda uchib, o'sha borgan vaqtimda menga shu narsadan taklif qilishgan. 8-sinf o'quvchisiga. Men o paytda 8-sinf bo'lganman. Lekin men juda ham bu narsa menga qattiq ta'sir qilgan, chunki meni uydagilarim boshida bu narsaga qarshi edi. Men maktabimdan uzoqqa kelib qatnardim-da, juda ham uzoqqa kelib qatnardim. Maktabdan chiqib, Vaysmediga kelib, o'qib, shunaqa qilib, meni to'g'risini aytaman, uydagilarim bu uchun hech qanaqa mablag' kiritishmagan. Menga bergan pullaridan maktabdan olib, yig'ib, o'qilib, bu qilib, o'sha payt 200 ming bo'lgan, Vaysmedida o'qish 200 ming bo'lgan. Men shu narsani berib, o'qib, endi kichkinaligimdan aktrisa bo'laman derdim-da. Meni bilishadi, uyimdagilar, qarindoshlarim taniganlar. Yoshligimdan aktrisa bo'laman derdim. Keyin o'sha vaqtda shu rejissor menga shunaqa gap aytganki, chunki ular bilganda, meni ota-onam tepamda harakat qilmayapti, menga hech kim pul bermayapti. Sen aktrisa bo'lishni juda xohlaysan. Senda bizda nima ko'ryapmiz? Talantli bo'lasan, seni bittada tanittirib boraman. Tim bolli rejissor juda ham taniqli. Men bilan chiqilgan rolda sen bittada уже ketasan degan. U paytda men endi 8-sinf o'quvchisi hali voyaga yetmagan. O'ylamaysizda bunaqa narsalarni. Men xursandman bo'ldi degan, men maktabga bormasdan maktabdan kelib tushgan vaqtimda, boshlayotgan vaqtimda o'tirib, xonaga kirgizib menga shu gapni aytganda, men lekin shunaqa qanaqa taklif bo'lgan, men seni zo'r tanittiraman, u ayoli bor. Menimcha hozir ayollar bilan ajrashgan. Bu narsani aytib o'tmayman. Keyin shunaqa hammasiga tanittiraman, lekin sen menga ikkinchi bo'lasan deganlar. 8-sinf bolaga. Da, 8-sinf edim men o'sha vaqtda. Menga juda ham bu narsa qattiq ta'sir qilgan, chunki men uydagilarim aytayotganimdek ishonishmasdi-da, menga pul tikishmagan. Men juda qattiq stressga tushib qolganman. Men aktrisa bo'lishim uchun, demak, o'sha payt bola bo'lganman-da. Aktrisa bo'lishim uchun, demak, kimdir bilan yashashim kerak ekan degan narsa qolib ketgan-da mening miyamda. Men rejissor bilan yashashim kerak ekan, pul kerak emas ekan, demak, men rejissor bilan yashasam, keyin meni tanittirar ekan degan narsa qolib ketgan men bitimda. Menga aytishardi, doim bu gapni aytishgan. Rejissorlar shunaqa gapiradi, yaxshi ko'z bilan qaramaydi deganda, o'sha vaqtda o'zidan уже men chiqib ketganman. Umuman syomkalardan chiqib ketganman. U kinoda, u serialda ham o'ynamadi, chiqib ketdi. Yo'q, men bu narsani uydagilarimga aytganimdan keyin meni uydagilarim viloyatga jo'natib yuborishdi, sirazi. Chunki baribir hali voyaga yetmagan qizman, borib shunchaki aytdim. Shunaqa qilyapti deb, уже oyim borib rejissorga ham gapira olmasdilar, chunki oyimning qo'li yetmasdi-da u vaqtda. Ularga gapirsa, oyim balki yo'q qilib yuborishi mumkin, balki meni yo'q qilib yuborishi mumkin edi-da u inson. Shu darajada katta rejissor. Da, katta rejissor edi. Yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Biz ularni oldida kichkina odam edik-da. Qo'rqqan. Hozir qizim aralashib qolmasin deganlar-da, o'zlari aralashmasdan meni viloyatga jo'natib yuborganlar. Men o'sha vaqtda 8-sinfligimda aktrisalikdan tashlab ketganman. Rosa ko'p yig'laganman, men bo'la olmadim deb rosa yig'laganman. Mana viloyatga jo'natib yuborishibdi, onangiz yoningizda ola olmabdilar. O'sha momentda afsuslanmadingizmi? Fikr bo'lmadimi? Rejissor gapiga kirsam bo'lar ekan degan fikr yo gumon bo'lmadimi? Yo'q, afsuslanish bo'lmadi. Chunki qo'rqqanman-da u narsadan. Menga aytishardi, mana maktabga boraman-ku, maktabimda aytishardiki, aktrisa bo'la olmaysan, aktrisalar meni aktrisaga yomon fikr berishardi, maktabimdagilar. Atrofimdagilar ham aktrisa yomon, aktrisa unaqa, aktrisa bo'lsang bunaqa bo'lasan, seni ertaga hech kim olmaydi. Tim bolli rejissorlar bilan yashab yurgan bo'ladi. Qani ko'rsat menga qaysi aktrisa unaqa emas deb menga juda qattiq ta'sir qilishgan. Men maktabdan shu narsani olib kelardim-ku. Bu narsani rostdan ko'rganimdan keyin ishonganman-da, men o'qituvchilarimning gapiga, oldimdagi qarindoshlarimning gapiga ishonganman. Demak, rost ekan. Aktrisalik shunaqa ekan degan narsa bo'lgan, qo'rqib ketib, men lekin ularning oldidan juda ham shustrlik qilib chiqib ketganman.
Tegajonli ham yo'q, qilmoqchi menga edi. tegajonlik qilmoqchi bo'lmagan. Menga shu gapni gapirganda, meni xonada olib qolganda, men bu narsani hali shu vaqtgacha hech qaysi intervyuda aytmaganman. Hozir aytishdan ham uyalmayman. Chunki menga o'xshagan, aldanib kelayotgan, aldanmoqchi bo'lib qolgan yoki aktrisa bo'laman deb aldanib qolayotgan qizlar ko'p emas-da. Hozir ayniqsa aktrisalik uchun, blogerlik uchun hamma narsaga tayyor. Ko'p qizlar. Men shuni oldini olish uchun ham hozir shu narsani aytmoqchiman. Men o'sha paytda shusterlik qilib chiqib ketganman. Nimaga? Menga shunaqa gapirgan vaqtida, meni o'qituvchilarim hamma gapirganida, men bu narsa miyamda bo'lgan. Keyin ularga qarab gapirganimda, meni juda ham sekinlik bilan uraganda. O paytda bola bo'lsam ham, lekin aqlim bo'lganda baribir shu gapni aytganman. Men uyga borib kelay, narsalarimni olib kelay. Men o'sha paytda chiqib ketmasam, точно nimadir bo'lardi-da menga. Men narsalarimni olib kelay, chunki meni uyim uzoqda juda ham. Borib olib kelaman, ertadan qatnashaman. Men juda ham xursandman. Meni olganingiz uchun deganman. U inson menga qarab turib, menga pul bergan, yo'lkiralarimga pul bergan, borib olib kelgin deb pul bergan. Men olib chiqib ketganman. Qaytib kelmaganman keyin shu sohaga. Qaytib kelmaganman. O'sha kundan keyin men qaytib kelmaganman. Chunki mendan oldin ham u ko'p qizlarga gapirishini bilganman. Chunki men ustozim Erkin Komilov o'zlari o'sha joyga bormagin, taklif qilsa aytmagin, mendan so'ralaring deb aytardilar. Aytardilar-da. Shu narsa bar bo'lganda. Tushunarli. Lekin aktrisalarning ichida demak haligacha shu narsa bor, to'g'rimi? Yosh qizlar aldanib qolyapti deb. Ko'pchilik aytadi, bilasizmi? Mana bunaqa deydi, aktrisaga yomon gap gapirishadi. Xunajin ko'zini suzmasa, bu qiypini uzmaydi deydi. U faqat aktrisalarga emas, umuman barcha ayollarga nisbatan aytishadi-da. Lekin hozir mana siz aytasiz, rejissyorlar gapiradimi deb, nega operator, nega oldidagi rassom yoki boshqalar emasda, nega rejissyorlarga kelib taqalamiz? Darrov bizani ayblaydi, aktrisalarning o'zi gapirgandir-da deb. Yo'q. Bor, yaxshi rejissyorlar bor. Juda ham yaxshi. Hozir men ishlayotganlarim juda ham yaxshi ko'raman u insonlarni, juda ham hurmat qilaman. Kerak bo'lsa menga ustozlik ham qilganlar-da, bilmagan joylarimda. Meni hozir mana geroina bo'lishimga, seriallarda taniqli bo'lishimga sababchi bo'lgan rejissyorlarim bor. Xudoga shukr qilaman. Lekin shunaqa rejissyorlar ham bor. Siz syomkada siz o'ynaysizda, ko'zingiz bilan o'ynab berishingiz kerak. Ko'zingiz bilan o'ynab berganingizda, qilaqla qilib berganingizda, u sizni kuzatib o'tirib turib, u miyasida o'ylab bo'ladi. Bu lekin bizning aybimiz emas. Biz kameraning orqasida yig'lab berishimizga ham, ko'zimizni suzib berishimizga ham, qarab kulib berishimizga ham majburmiz. Chunki biz aktrisamiz. Biz qilib beramiz. Uni orqasidan turib, kuzatib turib, ko'zini tegib qo'yadigan rejissyorlar ham bor. Keyin ko'proq nimaga rejissyorlar puli bor, onasi orqasidan puli tikayotgan aktrisalarga gapira olmaydi? Orqasida o'zi harakat qilayotgan, o'zi harakat qilayotgan yoki kirib kelib, "Voy, men shunaqa narsa bo'lmoqchiman" deganlarni ular shu strik bo'ladi, konfet ko'rib oladi-da, yo pulini berasan yoki deydi. To'g'risi. Shunaqa deydi. Men ko'p bo'ldi-da bu narsa. Kliplarda ham misol uchun ko'p bo'ldi. Meni syomkada aktrisaligimda men o'qiganim bilishmasdan turib, yaqinda ham bitta klipga chaqirishdi. Endi ular balki serial ko'rmagandir yoki men aktrisaligim bilmas. Men mashhur aktrisaman demayman. Xudoga shukr, o'zimga yarasha mashhur bo'lib kelayotgan aktrisaman-da. Bilishmadi aktrisaligimni meni ustozim taklif bergan ekanlar-da, qizim serialdan bergan ekan. Keyin aytgan vaqtida menga qarab, "Siz geroinasiz, shuncha pul berasiz" dedi. Keyin shuni qaradim-da, "Men aktrisaman." Indamadim. "Nega?" dedim. "Men sizga konfetka emasman, men pul bermayman" dedim. "Men dedim, chiqishim shuncha" dedim. "Siz o'zingizdan kim yasab olasiz? Siz aktrisa emassiz-ku" dedi. "O'qib qo'ygan joyingiz bormi?" dedi. To'g'risi shu narsaga ko'p taqaladi. Men nega o'qimaganman? Men mana shu rejissyordan shu narsani ko'rmaganimda hozir men madaniyat kollejda ham, institutda ham o'qigan bo'lardim. Chunki biz borib gaplashgan joyimiz ham bo'lganda kollejgacha. Keyin men uydagilarim bu narsadan qarshi bo'lishgan. Shunda hali o'qimadingiz, to'g'rimi? Men faqat shu kurslarda o'qib keldim. Kurslarda. Lekin o'qish niyatingiz bormi? Yo'q. Hozir ham yo'q. Yo'q. To'g'risini aytaman. Chunki o'zimda talentim bor. Men hali birorta rejissyordan "Sen o'qimagan bo'lsang ham, men kurslarda bo'lsam o'qildim. O'qimagan bo'lsang ham talenting yo'q" degan gap yoki o'zing ustida ishla degan gapni eshitmadim, Xudoga shukr. Eshitmadim. Eng zo'r rejissyorda ham ishladim. Mana yaqinda qizim serialda ham 3 ta rejissyor bilan ham ishladim, lekin hali birorta ulardan "Sen o'zing ustida ishla" degan gapni eshitmadim. Men u serialda geroina edim yana. Tug'ma qobiliyat deydi-ku, demak bu qobiliyat. Umuman aktyor bo'lish uchun qobiliyat tug'ma bo'lish kerak deb o'ylaysizmi yoki o'qib orttirsa bo'ladimi bu narsani? Endi birinchi o'rinda qiziqish.
O'zingizda qiziqishingiz bo'lmasa, o'zingiz yaxshi ko'rib o'sha kasbni egallamasangiz, qila olmaysiz. O'qib kelgan taqdiringizda ham, zo'r o'rgansangiz ham, o'zingizda qiziqish bo'lmasa, o'sha kasbni qila olmaysiz. Endi qiziqish bilan yig'lab berish boshqa. Masalan, yig'lab bering desa yig'lab beraverasizmi? Endi bu ham bir qobiliyat-da. Balki shu qobiliyat menda borligi uchun Xudoga shukr. Men tashlab ketdim bu sohani. Aytganimdek, Qanaqa qilib qaytdingiz endi? Keling, qaytishingizga kelamiz. keyin mana shu 2022-yil qaytib keldim yana. O'shangacha viloyatda bo'ldingiz, a? Yo'q, viloyatda bo'ldim. Keyin ayrim sabablarga ko'ra chetga ketdim o'qigani, o'sha yerda o'qidim. O'zimni boshqa moliya yo'nalishida o'qidim. O'sha yo'nalishda ketdim. Qaytib keldim. Qaytib kelganimdan keyin meni shunchaki bitta klipga chaqirishib qolishdi, tanib bilib. Kelibsan deyishdi. O'sha klipdan boshlanib ketib, yog'iga yana davom ettirdim. Chunki bildimki, u paytda 8-sinfligimda o'qish kerak degan narsa bo'lardi. Hozir bildimki, men chiqyapman. Meni qobiliyatim bor. Men eplayapman. Men rol o'ynab bera olaman. Demak, ketsam bo'ladi deb ketdim. Yoshgina qizcha bo'lib, o'zim harakat qilganman, uyga berishgan pulligini o'zim yiqqanman, borganman deyapsiz yoki shunaqangi hayotiy sinovga tushib qoldingizda, yana onam bora olmadilar orqamdan deyapsiz. O'sha narsa sizda og'riq bo'lib qoldimi, yo'qmi? O'sha vaqtda tashab ketganim, o'qolmaganim og'riq bo'ldi. Bir tarafdan yaxshilikka deb o'ylayman, chunki nimaga men o'sha paytda, o'sha vaqtda o'zimni qanaqa bu vaziyatdan chiqarganman? Balki o'qiganimda oyimlarning mablag'i bo'lmasdi, men kollejga kirgiza olmasdilar yoki meni ko'tara olmasdilar kontraktlarimni. Yaxshilikkadir bu ham deganman-da. O'sha narsani o'ylab turib, bu vaziyatdan chiqib ketganman. Onajoningizlarga qattiq gapirgan paytlaringiz bo'lganmi shu mavzuda? Imkoniyat yaratib bera olmayapsiz. Mana yoshlarimiz ko'p-da hozir. Yosh qizlarimizni ko'raman, mashhur bo'lish uchun yoki bir narsaga erishish uchun haqiqatdan mana roliklar ham chiqdi, ozgina qo'pol bo'lsa ham aytaman, bitta telefon uchun qayerdadir qizligidan ayrilib qolayotgan qizlar bor-da. O'sha sharoit, imkoniyat yaratib bera olmagandan ota-onasi va xafa bo'lib uydan chiqib ketishadi. Yo'q. Qarang, men to'g'risi katta qizman, katta farzandman, ukam singlim bor. Adamlar bilan oyimlar yashamaydilar. O'shani hisobiga men oyimga ko'proq yordam berib yashaganim uchun bu narsani o'ylamaganman. Nabaroti, oyimga yana ham yordam beray degan narsa bo'lgan. Aktrisalikka o'sha vaqtda kirib kelganimda doim aytardim. Men hali zo'r aktrisa bo'lib ketaman, oyi, sizni hamma orzularingizni ro'yobga chiqaraman derdim, lekin keyin orqasidan viloyatga ketayotganimda men eplolmadim, meni kechiring deb ketganman. Lekin hech ayblamaganman. Chunki men onamni ayblolmayman, men ularning sharoiti to'g'ri kelmasa, meni o'qita olmasalar, oyim ayblar emas-da. U yozilganda peshonada, nima deysiz endi. Men o'sha narsaga taqdirga tan berib, o'qolmadim deb ketganman. Kuchli ayol, kuchli bo'lishga dedingiz, kuchli qiz. Bu ta'riflab bering, siz uchun kuchli qiz bu qanaqa qiz? Kuch nimada siz uchun? Kuchmi? Kuchli ayol bo'lish, to'g'risi, kuchli qiz bo'lish oson emas. To'g'risi, oson emas. Ayniqsa, otasiz o'sayotgan qizlar uchun kuchli bo'lib yashash oson emas. Ularga otilayotgan toshlar, ishlab turib mana o'zingiz hamma narsaga erishayotganingizda o'zi qilyapti demasdan qayerdandir kelyapti degan gaplar yoki sovchilar kelgan vaqtida otasiz o'sgan qiz ekan, otasini tarbiyasini olmagan degan gaplar. Yolg'iz onani oldida katta farzand bo'lib, dalda berib, hamma orzulardan voz kechib, onaga yordam berish oson emas-da, kuchli bo'lish. Lekin Xudoga shukr, kuchli bo'lib, yengib hamma narsani kelyapman. Faqat shu narsani bilaman, otasiz o'sganlarga kuchli bo'lib yashash juda qiyin. Bu narsani hamma ham tushunmaydi. Boshqa narsaga olib keladi. Darrov yomon ma'noda boradi. Otasini tarbiyasini osmagan qiz-ku yaxshi qiz emas deyshadi. Yo'q, nega? Ona ham tarbiya bera oladi. Albatta. Otasiz ham bera oladi. Mana onam shunaqa onaki, men shu onani farzandi bo'lganimdan faxrlanaman. Chunki nega? Men 24 yoshdaman. Hali turmushga chiqmaganman. Lekin otam bo'lmasa ham onam meni shu vaqtgacha umuman qarshilik qilmaganlar hech narsaga. Doim
doveriyada bo'lib ishonganlar, qizim senga ishonaman. Nima qilsang, men kechasi ko'chadan kelamanmi, kunduzi kelamanmi, onam menga ishonganlar. Onamning ishonchi bilan men shu vaqtgacha yetib keldim-da, to'g'risi. Keyin mana hozir sizga bitta narsa aytib o'taman. Men Xudoga shukr qilaman, men shu onaning tarbiyasini olganimga, men hozir mana tengqurlarim, mendan kichkina qizlarni juda ham yomon yo'lda yurganini o'z ko'zim bilan ham ko'rdim. Otasiz o'sgan qizlar tarbiyasiz deydi-ku, otasi bor bo'lib turib, qanaqa yurgan qizlarni ham ko'ryapman. Men kimnidir gapirish niyatim yo'q, ba'zi birovlar bor-da. Lekin otasiz o'sgan bo'lsam ham, onamning tarbiyasida Xudoga shukr hali shu vaqtgacha yuzlarini yerga qaratadigan ish qilmadim. Mana shu qizlarga qarab turganingizda qanaqa og'riq o'tadi sizdan? Mana o'zingiz 24 yoshgacha keldingiz, o'zingizni saqlayapsiz. Qaltis vaziyatlar ko'p bo'ladi-da sizda. Mana o'zingizni, g'ururingizni, oringizni, nomusingizni saqlab kelyapsiz. Hayotingizda qiyinchilik bo'lgan bo'lsangiz ham, otasiz o'sgan bo'lsangiz ham, lekin ba'zi bir qizlarga qarab turib qanaqa og'riq o'tadi? O'zini saqlamagan qizlarga qarab turib. Sizni auditoriyangiz siz yoshingiz tengi qizlar-da. Yo'q, qanaqa ma'noda og'riq? Ularni ko'rib nima o'tadi o'sha? Ularni ko'rganingizda nima deb o'ylaysiz? Birinchi. Men birinchidan Xudoga shukr qilaman. Shunaqa tarbiyani olib o'smaganim uchun. Xudoga shukr qilaman. Qarab turib o'zimga mana shu narsani qilmadim, mana shu narsani o'zimga erk bilmaganim uchun. Chunki meni g'ururim, orim juda ham kuchli-da bu narsada. Juda ham kuchli. Hammasi tarbiyaga bog'liq deb o'ylaysizmi? Jamiyatda o'zi ham hozirgi yoshlarni tarbiyalab qo'ymayapti. Masalan, muhit deylik. Mana ikkita o'rtog'imiz sizda yaxshiroq imkoniyat, menda yo'qroq. Sizga tenglashaman deb men qayerdadir o'zimni yo'qotib qo'ymaymanmi? Yo'q, qarang, hozir tarbiyaga bog'liq-da, bu odam o'ziga bog'liq-da. Mana hozir aytayotgan narsalaringiz bo'lgan. Meni hozir atrofimdagi shunaqa dugonalarim ham bo'lgan. Boraylik, qilaylik, u yoqqa boraylik, bu yoqqa boraman degan bo'lgan. Yo'q, odam o'zida bo'lish kerak, tarbiyasida bo'lish kerak. O'sha narsaga g'ururli bo'lish kerak. Bu o'rtog'im qilyapti-ku, men ham shu narsani qilishim kerak ekan, uyatmas ekan degan narsa o'tib ketaveradi. Odam o'zida bo'lish kerak, tarbiyasida bo'lish kerak bu narsa. Lekin hozir ko'pchilik bu qilyapti-ku, men ham qilsam bo'ladi degan narsa bilan yashaydi. Men bu narsani o'zim ko'p ko'rganman. Tanqid. Tanqidlarga uchraganmisiz? Agar uchragan bo'lsangiz, bu qanaqa tanqid? Men bu narsani hali hech qayerda gapirmaganman. Mana shu aktrisaligimni, yo'nalishimni tashlab viloyatga ketganimdan keyin o'tda o'qib yurdim. O'qib yurganimdan keyin уже maktabni bitirdim. Maktab bitirganimdan keyin men fotihali bo'lishim kerak bo'lgan. O'sha viloyatli bolaga bizani уже viloyatda shunaqa narsada bitta gap bo'lsa hamma eshitadi. Mana bu qizni so'rab kelyapti, bu qizni yaxshi ko'rib qopti yoki bu qiz bilan yuribdi degan narsani 7 mahalla eshitadi. Уже biza eshitgan hamma u bola menga fotihalanayotgan vaqtida fotiha bo'lmagan. Fotiha bo'lmasdan turib u bola majbur bo'lib boshqa qizga uylanib ketgan. Nimaga? O'sha vaqt o'zida majburligidan o'zini aybi bilan uylanib ketgan. O'zini aybi bilan. Lekin shu narsa haligacha meni yuragimda og'riq bo'lib qolgan. Qanaqa qarindoshlarim, qo'ni-qo'shnilarim hamma meni ayblashganda, tushundingizmi? Chunki qiz bolaga shunaqa narsada fotiha qaytsa yoki fotiha bo'lmasa qiz aybdorga bo'lmadi deydi. Bola harakat yo'q, o'tdagi sirni bilishmaydi-da. Kimdirlar biladi. O'sha paytda men o'zimni hech kimga yo'qlab bera olmaganman. Meni aybim yo'q. U yo'qda xato qilib qo'yib, bitta qizni xato qilib qo'yib 3 oy ichida uylanib ketdi deb men hech kimga isbotlab bera olmaganman. Meni nomim qora bo'lib qolgan. O'sha vaqtda juda qattiq qiynalganman. 2 oymi 3 oy stressda bo'lganman. Men o'zimga ham kela olmaganman. Umuman chunki menga juda qattiq narsa uchraganda, birinchi o'chirtda otasiz degan narsasi qattiq yuragimga tekkan. Keyin hamma ko'chaga chiqsam ham Malika nima bo'ldi? Malika nima bo'ldi? Voy uylanib ketdi-ku bola. Malika nima bo'ldi? Xato qilib qo'yganmikan? Malikani olmabdimi degan narsa bo'lganda, men uni oldiga borib, buni oldiga borib, meni aybim yo'q, men uchun emas deya olmaganman-da. Yo'qda. O'shanda meni oyim juda qizim qiynaldi deb meni chetga olib ketganlar o'qishga.
o'sha vaziyatdan chiqarish uchun. Men mana shu narsani qiyomatga qoldirganman. Baribir oshkor bo'ladi-yu, men o'sha yerda yuzim yorug' bo'lib chiqib ketadi, meni aybim emas deb. Mana hozir mana shu narsani aytib o'tmoqchiman, agar ko'rib turishgan bo'lsa ham o'zlari, baribir ko'rishadi-da. Meni ayblashgan qo'ni-qo'shnilarim, eng yaqinlaringizni xafa qiladigan joyichi ko'pincha tanqidga begonalardan emas, yaqinlarimizdan uchraymiz. Shunaqa yaqinlarim gapirishgan, mana nima bo'ldi, qilmadi-ku. Lekin bilishmaganki, u bola o'tda xato qilib qo'yib, bu qizni ishontirib uylanib ketdi deyishmagan. Menga hozirgacha keladigan misolchi sovchi kelib qolsa, qo'ni-qo'shnilarim juda ham bu narsada viloyatda qo'ni-qo'shnilar bilasiz qanaqaligini. Birinchi o'chirda shu temani chiqarib berishadi. Haligacha. Lekin Fotiha bo'lib qaytsa u boshqa narsa edi. Fotiha bo'lmagan hali. Og'izda bo'ladi, Fotiha bo'ladi, uylanaman deb yurgan bo'lgan. O'sha narsani haligacha chiqarib berishadi. Shu qizni shunaqa qilgan, ular ham keyin hayron qoladi, kelgan sovchi ham hayron qoladi. Nega? Yaxshi qiz bo'lsa qaytararmi degan narsa bo'ladi. Yo'q, u yoqda men hozir ochiqcha aytaman, u bola o'qishga ketib 3 oy ichida xato qilib qo'yib, o'sha qizga uylanib ketgan, majburligidan. U bola o'zi meni oldimga kelib, kechirim so'rab bosh egib aytganda bu narsani. Kechir, men qila olmayman bu narsani, majburman, bo'lmasa qamalib ketaman degan. Bu narsani men bilgan, u bilgan. Men hech kimga aytolmaganman, prosta men qiz bolaligim uchun hammani oldida gap so'zda qolib ketganman. Lekin hech kimga hech narsa demasdan chetga o'qishga ketganman. Meni aktrisaligimga, blogerligimga qaytishimga bu narsa katta sabab bo'lgandaki. Juda ham katta sabab bo'lgan, yana shu yo'nalishimga kirib kelishimga. Mana shu qizlarni gap so'z qiladigan qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'larga qizlarni eshitmaydiganlarga aytadigan gapingiz bormi? Bor. O'zini hayotida yashamaydi-da, o'zlarini hayoti qanaqaligini bilishmaydi-da, birovning hayotini muhokama qiladi. Uni hayotini sindirib qo'yishingiz mumkin. U qanaqa hayotda yashab kelyapti, otasiz qanaqa og'riqlarni boshdan kechiryapti. Yolg'iz ona qanaqa qilib farzandlarini katta qilyapti, bilmasdan turib tosh otishadi. Ertaga qanaqa javob berishadi shu narsaga? Men juda qattiq qo'shnilarimdan, qarindoshlarimdan juda qattiq ko'nglim og'rigan. Lekin ularga hech narsa deya olmaganman-da. Foydasi yo'q. Men faqatgina aytgan gapim, Xudoga soldim sizlarni. Bo'ldi. Lekin biz ularni mundoq qarasangiz, bizdan battar-da hayotlari. O'sha o'tirib, gapirib, g'iybat qilayotgan qo'shnilari hayoti bizdan battar-da. Lekin nima kerak sizlarga hali turmushga chiqmagan qizni, or-nomusini yoki hayotini bulg'ab, yoki turmushdan qaytgan ayollarni erdan qaytgan deb yana ham botqoqlikka kirgizib, nima kerak shu narsa? Hamma o'z hayotida yashashini xohlayman-ku, lekin baribir bo'ladi. Bu narsa bo'ladi. Endi efirimizni ko'rib, 2-3 odam qaytsa ham, foydali jihat shunda bo'ladi-da. Kuchlilik sizga nima berdi? Ayol kishi bitta narsa aytayman, baribir ojiza bo'ladi. Men kuchli bo'laman deganingizda ham qattiqroq yashirinib yig'lab olasiz. Kuchli bo'lish oson emas ekan deysiz. Lekin men afsuslanmayman. Hozir kuchli bo'lib shuncha narsaga erishdim. Men aktrisalikka qaytdim. Men bloger bo'ldim. Men askina bo'lsa ham muxlislarga ega bo'ldim. Meni yaxshi ko'radigan, meni kuzatadigan obunachilarim bor. Men o'zim mehnat qilib o'zimga mashina oldim. Endi Xudo xolasa oyimlarga Toshkentdan uy olib beraman deyapman. Nasib. Xudo xolasa. Hamma narsaga o'z kuchim bilan shu vaqtgacha erishib keldim. Mana shu kuchliligim orqasidan. Unda kuchli bo'lib nimani yo'qotdingiz? O'zimni deb o'ylayman. O'zingizni yo'qotdingiz. Yoshligimni, kichkinaligimni, bolaligimni. O'zimni. Boshqacha ma'noda o'zimni deganda hozir men nolimayman hayotimdan, men baxtliman. Shunchaki ayol kishi aytayotgandek ojiza bo'ladi, qahri qattiqga aylandim deb o'ylayman kuchli bo'lib. Juda ham odamlarga umuman ishonmaslikka, rahm qilmaslikka, kimdir oldimda yig'lab tursa ham rahm qila olmaslikka o'rgandim-da. Shu narsalarni yo'qotdim menimcha. Kuchli ayol, kuchli qiz. Turmushga chiqishi qiyin bo'lmasmikin? Tanlovlari qiyin bo'lmasmikin? Tanlayotganda qaysi mezonlarga qarab tanlarkan? Tanlovi ancha qiyin bo'lib qolmasmikin hozirgi jamiyatimizdagi yigitlarga qaraganda? Kuchli, o'zini eplab kelayotgan, o'zi harakat qilib kelayotgan qizga to'g'ri qiyin bo'ladi. Menga ham hozirgacha shu savol keladi. Men o'zim o'tirib o'ylab ko'raman. Mendan ham kuchli inson bo'lishini xohlayman-da, to'g'risi. Qaysi har taraflama mendan ham kuchli inson bo'lib,
Ko'rdingizmi, o'zi mana yosh yigitlar, mana o'zingizni yoshingizga mos yigitlarning ichida mana shunaqa kuchli yigitlar bormi? Ko'rdingizmi shunaqa yigitlarni? O'sha kerak bo'lsa onasiga qarashadigan, otasiga qarashadigan, og'irligini tushirmaydigan yigitlar bormi atrofingizda? Ko'rdingizmi shunaqalarni? Hozir qizlar boladan o'g'il mushuk bo'lib ketgan, ishoning. To'g'risi. Nimaga? Keling shu savolga bu narsani baribir ko'rishadi. Bir ikkita bularni ko'nglini ortib qo'yishni xohlamayman. Shu savolga javob bermay qo'ya qoling, lekin men shu narsani aytaman. Hozirgi qizlar, mana shu kuchli bo'lib kelayotgan qizlar boladan mushukroqda. Ular ko'proq nabarat ota-onasini o'ylab, ota-onasiga pul berib, ota-onasiga qarashadi. Ular ertani o'ylaydi. Hozir bolalar emas, ayrim demoqchiman. Qizlar. Ayrim bolalar emas. Lekin qizlar ko'proq oilasini, ota-onasini kelajagini o'ylash uchun harakat qilyapti. Taniqli bo'lish, doimo odamlarning ko'z o'ngida bo'lish nima qiyinchilik beradi? Deylik, restoranga bordingiz, tanishadi, magazinga boryapsiz, tanishadi. Shu qiyinchilik, nima qiyinchiligi bor bu narsani? Yo'q, qiyinchiligi yo'q. Men nabaratda juda ham xursand bo'lib ketaman, chunki bir paytlar men orzu qilardim kelib rasmga men bilan ham tushishlarini yoki voy siz o'shamisiz deb meni yaxshi ko'rishlarini. Men bu narsalarni ko'rdim. Xudoga shukr. Faxrlanaman bu narsadan. Faqat qiyinchilik tarafi nima? Agar ko'rmay qolgan vaqtingizda yoki e'tibor bermay qolgan vaqtingizda voy kipr ekan-u deyishadi-da. Keyin qanaqa bo'ladi? Qanaqadir restoranga borib qolsangiz yoki oldingizda baribir syomkada bolalar bo'lib qolishi mumkin yoki nimadir. Voy men bu bola bilan ekan-u deb noto'g'ri o'ylab qolishadi-da. Taniqli bo'lish shu taraf emas. U ukangiz bilan o'tirishingiz mumkin balki. Balki akangiz bilan o'tirish. Balki rostdan syomka, balki rostdan ham ikkingiz bilan. Bilmaysiz narsani. Ular bilmasdan turib fikr bildirib qo'yishib, o'sha narsa yomanda keyin ketdi. Shuncha mana bu to'plagan obro'yingiz, qiyinchilik bilan yiqqan mana bu obro'yingiz bittada yer bilan bitta bo'ladi. Men shu narsadan qo'rqaman. Heyterlar bormi? Siz muxlislaringiz ichida negativ heyterlar bormi? Kam. Bor, kam. Qanaqa ma'noda? U ham ko'proq menimcha bolalar. Chunki men ayol, men bu yig'lab aytvaman-ku sizga, men bu drama ko'proq narsa olib chiqqanim uchun ajrashgan ayollarning rolini ko'rsatib beraman. Ili hozirgi qizlarni, hozirgi kuchsiz erkaklarni rolini ko'rsatib berganim uchun heyterlar bu bolalar. Dayus bo'lish kerakmi? Unaqa bo'lish kerakmi? Kommentariy faqat shu bilan iborat. Mana shunaqa qizlarning yonida men bunaqa bo'lish kerak deb yozishadi-da. Shular men uchun heyterlar. Chunki men bor narsani ko'rsatib beraman-da u yerda. Bunaqa bo'lish kerak emas, bunaqa bo'lish kerak. Chunki ayol kishi baribir ojiza bo'ladi degan narsa, ajrashgan ayollarni ham u yerda ham ketdi. Ayol o'zini tilini tiyganda eri haydab bormasdi. Erkaklar ko'proq. Qizlar men taraf bilishadi. Erkaklar ko'proq. Eng qizig'i baribir o'sha yerda ham erkaklar negativ. Da, negativ erkaklar. O'zi oilani ushlab qolishga mas'ul kim deb o'ylaysiz? Mana turmushga chiqadigan yoshdagi qizsiz. Oila bu mas'uliyat. Oilani ushlab qolishga kim ko'proq mas'ul? Menimcha erkak kishi-da baribir. Chunki ayol kishi aytganimdek ojiza bo'ladi. Ikki og'iz shirin gap bilan erib ketadi. U ajrashish ostonasida turgan ayol ham erkak kishi kelib xiyonat qilgan bo'lsa ham, nima qilgan? Kechir, men yoningda emasman, menga keraksan. Men seni yaxshi ko'raman. Oilamiz tiklab qolaylik. Arzimagan narsa. Men shu xatoni qaytib qilmayman. Shu xato uchun sendan ajralib qolishni yoki farzandlarimni yetim qilishni xohlamayman desa, любой ayol qoladi. Oilasi uchun qoladi. To'g'risi. Ayol kishi qulog'i bilan yaxshi. Da, ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'raman. Turmushga chiqmagan bo'lsam ham, men shu narsani shunaqa deb bilaman. Erkak kishiga bog'liq. Oilani ushlab qolish ham, munosabatda ushlab qolish ham. Mana atrofingizda statistikalarni ko'ramiz, ajrim ko'p deyishadi. Atrofingizda o'zingiz tengi qizlar bo'lsa, turmushga chiqqan, ajrashganlar bormi ichida? Da, bor. Ko'proq sabab nimada deb bilasiz? Mana o'zingizcha analiz qilib, tahlil qilasizmi shu narsalarni? Bilmadim. Bittasidan eshitasiz, yurib ketdi erim deydi, bittasidan eshitasiz, qaynonam ham qildi deydi. Ikki tarafdan ham harakat bo'lish kerak, oila kerak bo'lsa. Ayol faqat harakat qilsa, farzand uchun harakat qilsa, u yoqdan harakat bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Mana yaxshi pul topasiz, daromaddasiz, o'zingiz mashina olgansiz, 24 yoshingizgacha mana uy olaman deyapsiz. Xudo xolisa. Qanaqa qilib mana qaynona qaynota bilan tushadigan bo'lsangiz, o'sha uyi xizmatini qilib,
qilib keta olarmikinsiz shu narsalarni? O'sha erga bosh egish degan narsalar bor. Hozir mana treninglar, kurslar ko'plab ayollarga bo'ladi-da. Ayollar o'zini ustida ishlayapti, samootsyenkani ko'tarishyapti, o'zini qadrini bilishni o'rganishyapti-da. Va oiladan qaysidir ma'noda menga emas ekan deb chiqib ketishadi ko'p jihatdan. Bilasizmi nimaga? Bu eridan qanaqadir mehr yoki yaxshi ko'rishini his qilmasa chiqib ketishadi deb o'ylayman. O'zini ustun ko'radi darrov. Nimaga? Men qilaman, o'zim qilib olaman, o'zim eplab olaman. Qilmasang qilma degan narsa bo'ladi. Nimaga? Erkak kishi ham g'ururini baland qilib qo'yib, oilasining oldida g'ururini erkak kishi baland qilish kerak emas-da. Baland qilib qo'yib, ozgina nito gapirib qo'ysa bo'ldi, ayol kishiga o'sha miyasiga uradi, ayniqsa pul topgan ayollar. Bo'ldi, men o'zim qilib olaman, sensiz ham eplab olaman deydi. Yo'q, men mana shu narsada doim Xudodan so'raydigan narsam, hali turmushga chiqmaganman-da, faqat so'raydigan narsam, meni turmush o'rtog'im mendan ham kuchli, mendan ham ko'proq sevadigan inson bo'lsin. Agar yaxshi ko'rsa, mana bu sizni pul topayotganingiz, sizni kuchliligingiz uni oldida hech narsa emas. Aylanadi. Siz uni oldida yosh bolaga aylanasiz. U erkakning oldida uni yaxshi ko'rishini ko'rib turib, uni sizga bittagina narsa olib bersin, mayli. Puli yetmasin ham, hatto lekin puli yo'q bo'lib qotgan non bilan yashab billa bo'lib, lekin o'sha ayolni qanaqa hurmat qilayotganini, qanaqa yaxshi ko'rib, hurmatini joyiga qo'yib qilayotganini ayol kishi his qilsa, hech qachon bu narsani qilmaydi-da, o'zini ustunligini qilmaydi. Yo'q, qarang, mana ozgina keling tortishib ko'ramiz. Pul topasiz, hamma narsangiz joyida deb pul topmagan yigitga turmushga chiqsangiz, sevsa ham pul bilan qorin to'ymaydi-da. Yo'q, to'g'ri. Mayli, endi hozir hayit bo'lar-u. Mana haqiqatga odam baribir tik qarash kerak deb o'ylayman-da. Men shu maqol tarafdoriman, teng-tengi bilan, tezak qopi bilan. Ozgina qo'pol bo'lsa ham, baribir fikrlash doirasi, madaniyat doirasi, undan kuchli bo'ladi, to'g'ri. Pul masalalarida ham baribir bir-biriga yaqin bo'lish kerakmi deb hisoblayman-da. Qaysidir ma'nogacha sevgi endi qaysidir ma'nodan keyin sal yoyilib ketadi-da. Siz ko'rasiz-ku, turmushga chiqayotgan odamingiz bilan baribir birinchi gaplashib ko'rasiz-ku. Qaraysiz, mana shunaqa bo'lgan, bo'lmagan emas, bo'lgan. To'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi. Tim bo'ling, men o'zim ishlab, o'zim hamma narsani harakat qilayotgan qizimligim uchun, meni oldimga kelgan atrofi men уже skaner qilib olganman-da. Yo'q, bu menga to'g'ri kelmas ekan, chunki men qaravyapman, rostdan ham men bulardan ko'proq pul topyapman. Ertaga men oilada nima bo'lib qolishim mumkin. Keyin yana erkak kishining bitta xatosi, men bu narsani eplolmayapman, nima qilsa bo'ladi deb qiz bolaga aytgani. Oldida butunlay minusga kirgizib yuboradi. U ayol bo'lmasin, prosta gaplashayotgan qizi bo'lsin. Erkak kishining xatosi. Любой ayol oldida erkak kishining minusini ko'rsatib qo'yadi. Minusga kirib ketadi. Men bu narsani qila olmayman, nima qilsak bo'lar ekan deb qiz bola harakat qilib, u narsani yechimini topsa, u oldida o'sha vaqtda o'zida aylanib bo'ladi. Ana hech kim emas insonga aylanib bo'ladi. Ko'rasiz-ku, men endi hozir turmushga chiqsangiz nima qilasiz deb savol bermoqsizda, to'g'rimi? Men ko'raman-ku baribir, men yaxshi ko'rib, sevib qolgan bo'lsam ham, kelajagimni o'ylash uchun ham, ertaga men otasiz o'sganim uchun ham, men o'zimga faqat turmush o'rtog'i emas, kelajakdagi farzandlarim uchun ham ota tanlashim kerak. O'sha uchun ham ko'rib turib, bilib turib, ertaga oilada qanaqa, ertaga meni farzandlarimni qoldirib qo'ymaydimi yoki ishlaydimi bu joyda, ishsiz emasmi yoki men bunaqami ko'rib turib, tegasida o'zidan o'zi tepib keta olmaysiz baribir. Men shu narsaga qarayman. O'zimni o'zim keldi sovchi bo'ldi tepib keta olmayman. Anglab tanlov qilasiz demak. To'g'rimi? Men shu narsani oldin polni o'rganib chiqib, men so'rayman. Ishlayaptimi, ishlamayaptimi, to'g'ri men bildim, eshitdim, men bu narsada gaplashib ham ko'rdim. Bunaqa narsaga ham uchradim, siz aytayotgan slabi degan narsani ham ko'rdim. Lekin ishoning, yaxshi ko'rib ketsangiz, slabi tarafini yopar ekansiz-da. Men yopib ham keldim. De vaqtida yopib ham keldim. Keyin baribir kuchim yetmadi. Qarasam faqat ayol kishi yopayotgandek, erkak kishi harakat qilmagandan keyin o'yla bo'lmaydi. O'shani o'zida to'xtatib qo'ya qoldim. Yo'q, bo'lmaydi, to'xtatib qo'ya qoldim. Ertaga turmushga chiqqanimdan keyin ham men uyda ayol bo'lib, osh-ovqat qilmasdan hamma ishni hal qilib beramanmi? degan narsa o'sha o'tdi-da miyamda. O'sha siz anglab olasiz-da u narsani. Men o'shaning uchun tanlab keyin turmushga chiqaman deyman. Alfonslar ko'pmi? Ha, bilmadim. Bo'lsa kerak. Lekin to'g'risi men bunaqa insonlarni hayotimga umuman yaqinlashtirmayman ham.
kirgizmaganman. Urinishlar Bo'lgan. O'sha bittada ko'rganim o'zida aytayapman, men o'zim pul topib o'zim harakat qilganim uchun u bolani chestiga tegib qo'yadigan gaplar gapirganman. Sirazi. Men topayotgan joyimda sen shu pulni topa olmasang, o'g'il bola deganing, o'g'il bolaman deb yurganing uyat deb sirazi joyda gapirganman yoki men bilan gaplashmoqchi bo'lib turib, pul so'rayotgan joyda, "Sen o'g'il bolasan, sen menga berishing kerak emas" deb sirazi gapirib tashlayman. Pul so'raydigan qizlar. Bu normami yo strёmmi? Gaplashib yurganda yigitdan pul so'rash norm или strёm? Qarang, qaysi ma'noda? Bu norm. Qanaqa ma'noda? Ha deb hamma narsasini qilib berish kerak, menga yigitim qilib berish kerak, hamma narsamni qilib berish kerak deganda emas. Misol uchun, u o'qiydigan qizlar bor, boshqa bor, qanaqadir vaqti kerakli vaqti bor, o'sha oldidagi suyanadigan insonni, gaplashayotgan insonni. U bola qo'ymaydi keyin ishlagani, bu joyga borgani. Mana shu joyi bor, ha? Qo'ymaydi. Qo'ymaganiga yarasha, o'shanga yarasha hatto 50% bo'lsa ham o'zi yordam berish kerak-da. Qo'ymaganiga yarasha. Chunki hozir ko'rsangiz, bolalar o'zidan nimadir yasab olgan. Biror joyda qiz ishlayotgan bo'lsa, ishlamaysan, qilmaysan. Ayniqsa bloger bo'lsa, Instagramga kirmaysan. Menga shunaqa narsalar ko'p keladi-yu. Men bundoq qarab turaman-da, prosta nima uchun mana o'sha 2-3 ming dollar topsam oyga, 2-3 ming dollar menga qilib bera olasizmi? Men hozir Instagramdan ketaman desam, o'chadi. O'chadi. Qizlarni shunaqa qilib olgan, hozir bolalar ishlamaysan, qilmaysan, uyda o'tirasan yoki borib kelasan shu vaqt senga video tashab turasan. SMS mana bunaqa. Yo'q, mayli shu narsalarni qilib beryaptimi? Men aytib qo'yyaptimi? Qiz bola shu narsalarga hop deb qilib beryaptimi? Shunga yarasha ham bo'lish kerak erkak kishi. O'zi hatabi o'qisa yoki qiz bolaga barib pul kerak ko'chaga chiqqanda nima qilsin, kimdan olsin? Gaplashadigan yigitdan oladi. Hozir boshqa boladan borib so'rasa, u bola boshqa ko'z bilan qaraydi. Bu men uchun norm. Bu degani ba'zi birano bor, bir ikkita qizlar yopishib oladi, qilib beradi kerak bo'lsa. Ular endi ularni qiz bola demaysiz-da faqat. Ular mendan nimadir olyaptimi? Menga qilib beradi. Majbursan deydiganlar bor. Ular endi norm emas. Lekin qaysidir ma'noda finansiviy gaplashib yuribdimi? Qo'llab-quvvatlab turish kerak. Da, qo'llab-quvvatlab turish kerak, yordam berish kerak. Nimaga? Qiz bola mana bunaqa narsa bor-da, nima uchun qo'llab turish kerak? Qiz bola oldidagi o'rtog'ini yigitiga qilayotgan munosabatini ko'rib, o'zgarmasligi uchun bolaga nisbatan. Chunki любой qiz o'zgaradi, to'g'risi. Sevib o'lib qolgan qiz bo'lsa ham, o'sha bolani oldida o'rtog'i dugonasi gul berib, sovg'a berib tursa, nega meni yigitim qilmaydi? Nega men undan kammanmi? Yoki demak, mana shunaqa bola bilan gaplashishim kerak deb, u boladan o'zi bilmagan holatda uzoqlashib qoladi-da. Bu hayotiy narsa, rostdan. Mana kommentariyalarni ko'p o'qiyman. Yigitlar yozadi, "Voy, bizani onalarimiz, bizani buvilarimiz o'tib ketishgan ekan, hozir qizlar unaqa emas, qizlar bunaqa emas. Pul kerak, podarka kerak, boshqa narsa." Internet 21-asr. Onalarimiz to'g'rida aytganingizdek, kim kimga gul berayotganini ko'rishmagan, uydan chiqishmagan, ovqat qilishgan, boshqa qilishgan. Internet ham shu narsaga ta'sir qiladi. Mana ko'rib, mana ertalab uyg'ondingizda ko'ryapsiz, kimdir mashina podarka qildi, kim ta'sir qiladi. Qarang, men to'g'risini aytsam, sizga hozir shu ma'noda aytib o'tdingiz. Men shu Instagramda ko'p chiqarmayman shaxsiy narsamni. Bloger bo'lsam, bir xil blogerlar bor, ertalabdan kechgacha nima qilayotganini, qayerga borib, nima olayotganlarigacha aytadi-da. Men kamdan kam qilaman shu narsani, kamdan kam qo'yaman-da. Chunki men o'zim guvohi bo'lganman bu narsani. Meni opachamam shu narsa uchun ajrashib ketishdi-da. Instagramda mana ko'rasiz-ku, ayol kishi baribir bekorgani emas-da, to'g'ri deyishadi-ku. O'sha narsani ko'rib manam deb qoladi-da. Mana hozir ko'radi-da, voy mana eri qilib beryapti-yu, men bunaqa narsa meni erim qilib bermaydi. Meni uje taqqoslab boshlaydi ayol kishi. O'sha o'zini erini eridan kamchilik qidirib boshlaydi. Eri bo'lsa, lekin balki rostdan ham sharoiti yetmas, balki qiynalayotgandir. Buni eri bo'lsa rostdan ham boyvachcha. Keyin bilasizmi, xatosi nimada? Nimaga men boyroq insonga tegmadim? Instagramdan ko'rib chiqyapti bu holat. Nega yaxshi ko'rish, oldingi qiyinchiliklar qanaqa billa bo'lgani miyaga kelmayapti-da? Bu narsani hozir men negativ bo'lsa ham ayollar uchun aytaman. Ayollarga nisbatan erkaklarni o'ylamayotgani uchun. O'ylamayapti-da, turmushga chiqqan holati, to'y nima bo'ldi, undan keyinchi qiyinchilik nima bo'ldi, ularni o'ylamayapti-da erini. Bitta Instagramdan ko'rib, mana shu qiziq hayotini ko'rdimmi? Nimaga men ham yaxshiroq insonga turmushga chiqmadim? Bilganimda bunaqa qilardim.
Mendan bunaqa narsalarga loyiq edim-u, lekin meni erim qilib bermaydi. Уже ketdi, taqqoslab boshlaydi. Keyin nima boshlanadi uyda? Shirin gapirish kamayadi erkak kishiga nisbatan ayollar. Keyin ovqat qilishlari o'zgaradi yoki jirkishlar boshlanadi. Ayol u paytda bilasizmi? Erkak kishini salbiy taraf qilib qo'yadi-da. O'zini oldida salbiy kuchsizga chiqarib qo'yadi. Lekin balki sharoitga to'g'ri kelmayotgandir. Lekin balki bor. Shunaqani farosat ishlamaydigan erkaklar ham bor. U narsani men o'ylaymanki, balki namyoq qilib o'tib ketish kerakdir. Urush qilib emas. Bor shunaqa erkaklar ham bor, yo'q emas. Misol uchun gul olib kelishni bilmaydigan, sovg'a berishni bilmaydigan, chet davlatlarga olib chiqishni bilmaydigan, faqat oilasi, uyi, bola chaqasi, o'rtoqlari bilan yuradigan. Yo'q, o'sha vaqtda sal namyoq qilib o'tish kerakmi? Menga ham bunaqa qilsangiz balki zo'r bo'larmidi? Men ham chiroyli xursand bo'lib ketardim. O'rtog'im ham bunaqa qilibdi. Men ham story qo'ysam degan narsa yoki men ham gul olsam degan namyoq qilib o'tib ketish kerak-da, ozgina bo'lsa ham. Lekin hamma narsa ham ko'rsatilganchalik emasdir, blogersiz masalan. Har kuni gul olishni ham ko'rsatilganchalik emasdir. Bu bilasizmi? Men aniq aytaman, 80%. Instagramdagi hayot 80% yolg'on. Ishonmanglar. Men o'sha baxtli ayolni ham uyida qanaqa azob, qanaqa yig'i, qanaqa holatlar borligini siz bilmaysiz. Unisini ko'rsatishmaydi. Nega ko'rsatsin? O'sha bilan ko'rsatsin. Faqat baxtliligini ko'rsatib turib boshqa ayollarga ichida g'alati tuyg'uni uyg'otib qo'yib, boshqa ayollarni kamsitgandan ko'rsatsin. O'shani ham. Men sizda zo'r narsa ko'rdim-da, men hozir qarab eshitib turibman. Yaxshi kunlarimni kamroq qo'yaman deb, kimnidir og'rintirib qo'ymasligi uchun. Mana shu ko'rgan qiyinchiliklaringiz orqasidanmiki, kimdir o'sha yaxshi kuni bo'lmasa ham o'zi uchun yaratadi-da, maqtanish uchun ko'rsatadi. Shunaqa. Men bir marta mana shu narsa bo'ldi. Men kiyim olgani borganimda har xil kiyimlarni shopping qilib Instagramga qo'ydim. Menda kommentariyamda shu narsa bo'ldi. Direktimda opa, men ham havas qilaman sizga o'xshab kiyinishni, menga bunaqa kiyim kiyish orzu bo'lsa kerak degan narsa keldi-da. Men juda ko'p kiyimlarimni tarqatib yuboraman. Mana shunaqa narsa qilib, boshqa. O'sha vaqtda men bildimki, baribir dili og'rib qoladi. Misol uchun ota-onasi o'sha narsaga sharoiti yetmas o'sha qizni. Yetmas. U qizda ayb yo'q, ota-onasida ayb yo'q. Yetmas. Lekin mana shu bittagina kiyim yoki bittagina mana shu telefonni olib ishlatish ham u qizga orzudir. To'g'ri. O'shaning uchun men 100% chiqarmayman. 20% qo'yaman, qo'ymayman emas. Bitta, ikkita. Bu degan lekin voy mamamni oldim, voy mamani qildim, voy mamani mana qildim deb ko'rsatmayman-da. Keyin ham bir tarafdan qo'rqaman odamlardan. Men bu ko'z bor-da, ko'z degan narsa bor. Qanaqa qo'rqaman? Mana mashina olganimda ham yaqinda o'tgan yil mashina oldim. O'z kuchim bilan, Xudoga shukr, o'zim oldim. Men shunaqa narsani xohladim. Onam menga sovg'a qilishlarini. Men Instagramda videoda onam sovg'a qilganlarini qilib ko'rsatdim o'zimni. Nega? Onamni yana ham osmonlarga ko'tarish uchun. Mendan ham onam ko'proq faxrlanishi uchun. Ona, bu men olmadim, siz oldingiz deb. Menda qo'llariga kalta berib, siz menga podarka qilasiz, video yasaymiz shunaqa narsa. Yo'q, bolam, yolg'on bo'lib qoladi-ku dotdilar. Yo'q, yolg'on bo'lsa bo'lsin dedim. Siz sovg'a qilgan bo'ling, lekin bu narsani rostdan ham siz sovg'a qildingiz. Siz menga shu tarbiyani bermaganingizda, siz meni qattiq ushlamaganingizda, hozir men mashinani balki o'z kuchim bilan olmagan bo'lardim. Men mashinani olishimga siz sababchisiz, sizni ishonchingizni beringiz. To'g'risi, meni oyim shu vaqtgacha nima qilyapsan, qattiq yuribsan, kim bilansan deb meni hech qachon qattiq ushamaganlar. Balki mana shu ham tarbiyaga katta aloqasi bordir deb o'ylayman. Bilasizmi, qattiq ushasa, o'sha narsani qilishga harakat qiladi qiz bola. Oyim, ishoning, 18 yoshimdan beri umuman qattiq ushamaganlar. Umuman qattiq yuribsan, nima qilyapsan? Mana bu narsa senga mumkin emas. Blogerligimda ham oyim qo'llab-quvvatlaganlar. Gapirishgan vaqtda ham qil, ishonaman. Gap bo'lsa bo'lsin. Qil, ishonaman. Mana shu mashinani sovg'a qildilar. Biz Instagramga qo'ydik. Bir oydan keyin oyim viloyatga boryaptilar. Gapni qarang. Malika zo'r bo'lib ketibdimi? Ha, kimgadir ikkinchi bo'lganda o'shanga Spark olibdi. Undan ko'ra onasiga uyoq bersa bo'lmaydimi deb gapirishyapti. Men u narsani eshitdim. Men eshitdim, bo'tda eshitdim, xafa bo'ldim, hech narsa demadim, oyimga yig'ladim, rosa yig'ladim. Oyi, qarang dedim. Siz guvohligingizda olingan hamma narsa, siz qanaqa qiynalib olganimni mana o'rtoqlarim ko'rdi-da, mana oldimda mana shu qiz guvoh. Ko'rishdi. Qanaqa olganimni oyim aytdilarki, keyin e'tibor berma bolam. Qo'y, ular ko'yishyapti.
San shu darajaga chiqding, chunki viloyatda sani yer bilan bitta qilishadi. San shu darajaga chiqding, sani yer bilan bitta qilishyapti va men viloyatga bordim. Men o'zim mashinamni haydab bordim. O'sha yerdan buvim, oyimlarni ataylab olib, aylantirdim. Ko'rsinlar debda. Men qo'shnilarga borib aytgan gapim, agar men ikkinchi bo'lib tegsam dedim, mer solaman, Spark olmayman dedim. O'zimni ikkinchilikka kuchim bilan olganim uchun Spark dedim. O'zimni ikkinchilikka ravo ko'radigan qiz ekanman-ku, kelib Spark olamanmi dedim. Men shu gapni naqletdim. Ikkinchi bo'lib tegsam mer solaman dedim. Bu o'zimni loyiq ko'rganim uchun men o'z kuchim bilan oldim dedim. Men o'zim o'shaning uchun kichkina narsadan boshladim dedim. Mer solib beraman, siz ikkinchi bo'lib tegasizmi? Yo'q. Yo'q. Endi men qo'shnilarga bu narsani nima uchun aytdim? Ikkinchilik bo'pti-yu, Spark olibdimi degan narsaga o'zimni loyiq ko'radigan qiz emasman degan maqsadda aytdim. Yo'q, uni tushundim. Bilib olishsin degan maqsadda aytdim-da bu narsani. Keyin jim bo'lib qolishdi. Mayli, ular nima deysa ham. Lekin mana ikkinchi xotirlik mana o'zi olib kelib qo'yaveradi savollarni. Mana hozir trendga aylangan. Qaysidir ma'noda yosh qizlar, turmushga chiqmagan qizlar ikkinchi xotin bo'lib tegishga ham rozi bo'lishadi. Shu sababi nega deb o'ylaysiz? Shuni sizdan so'rayapman. Buni sababi men o'zim, meni tanishim ikkinchi bo'lib tekkan. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Buni sababi bilaman-da, ularga yaxshi sharoit. Birinchidan yaxshi yashash uchun qarasa, biridan ko'ra ikkinchisiga, erkaklar ham bilmayman nima uchun birinchisiga emas, faqat ikkinchisiga qilib beradi. Mashina deysizmi, uy deysizmi, pul deysizmi, chet el sayohat deysizmi, ikkinchisi. Ular qaynona-qaynotadan xizmatini qilmaydi, uyda xohlagan ishini qiladi. Eri bir haftada bir marta, ikki marta keladi, lekin do'konlar bilan bu yerda maza qilib yashaydi. Qizlar o'sha narsaga o'sha qaravotdi, birdan ko'ra ikki yaxshi deb o'sha narsaga targ'ib qilib o'sha tarafga o'tib ketishyapti-da. Men o'zim tanishim shu gapni shunaqa aytdi. Menga nima kerak dedi? Birinchi bo'lib yashab dedi, qaynona-qaynotam xizmatini qilib dedi. Lekin oxiricha Shani so'ramoqchiman. Oxiri hali ham baxtlimi? Yo'q, mana hozir yo'q. Baribir birinchi xotinini tanlab ket. To'g'ri, unga uy olib bergan, mashina olib bergan, boshqa qilib bergan. Oxiri yo'q. O'rtada nima bo'ladi? Bitta bola yetim qolgani qoladi. U bola, u erkak baribir birinchisini tanlab ketadi-da, chunki shuncha yil qiyinchilik bilan ayoli, farzandlari ota-onasini oldida yurgan. Men ikkinchisini tanlab ketgan erkak bo'lsam, baribir kun qaytib keladi. Birinchiga? Da. Keyin men bitta narsani tushunmayman-da, bu narsani targ'ib qilmay, hozir ikkinchilar menga yopishib ketadi. Bu narsani aytsam, nima ikkinchi erkaklarga bu gapim? Ikkinchi bo'lib tegayotgan ayol sizga boshqasiga uchinchi bo'lib tegadi. Katta gap bo'ldi. Ja, tegadi. Mayli, meni hozir ayollar, yo'q, men bunaqa deyishi mumkin. Tegadi. Ikkinchi bo'lib sizga tegdimi? Xotiningiz borligini bilib tegdimi? Uchinchi bo'lib ham tegadi. Sizni ham tashab keta oladi. Qiladi. Prosta erkaklar ahmoqda, ikkinchi, uchinchi o'zlarini, nafsini o'zlarini o'ylab turib shunaqa qilishadi. Lekin shunga uchayotgan qizlar ham ko'p. Shunaqa. Afsuski. Da. To'g'risini aytsam, gaplaringizdan keyin o'zi onajoningizlarni ko'rgim keldi. Qaysi onani qizi ekan? Bu qizni rostdan havas qildim. Shu qadar agar boricha ko'rinayotganingiz, ichingizda aytayotgan bo'lsangiz, haqiqatan havas qildim. Meni taniganlar biladi. Mana misol uchun yoshim mumkin kommentariyada. Yanaki bugun shunaqa kunga keldik, qarang, onamni aytyapsiz-ku. Bugun oyimni tug'ilgan kunlar. Bugun oyimni tug'ilgan kuni shu joyga keldim. Maylimi oyimni tabriklab o'tib ketsam. Mana shu narsani chiqarish xohlayman-da. Bugun meni jannatim, mehribonim, ko'zimning nuri, hayotim quvonchi, onajonim tug'ilgan kunlari. Onajon, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Sizdek onani farzandligim uchun juda ham faxrlanaman. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Xudo xolasa, men ham qiz, ham o'g'il bo'lib, sizni hamma o'ylagan orzularingizni ro'yobga chiqaraman. O'zim sizni hammadan kuchli, hammadan baxtli ona qilaman, onajon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimga doim sog' bo'ling. Hozir bu yil meni oldimda emassiz, bag'rimda emassiz. Lekin men doim siz bilanman. Hech qachon yuzingizni yerga qaratmayman. Keyingi yil billa mana shunaqa vaqtda billa o'tirib
Billa hayajonlanmayman to'g'risi. O'tkazish nasib qilsin onajon. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Siz shuni biling, siz dunyodagi eng baxtli onasiz. Chunki sizni shunaqa qizingiz bor. Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog' bo'ling. Onajoningizlarga meni ham ikki og'iz gapim bor. Haqiqatan shunaqa qiz tarbiyalabsiz. Havas qildim. Ancha paytdan beri o'zimni qizim ham 16 yoshga kirib qolgan. Ancha paytdan beri qizlarga qarab havas qilmasdim, hozirgi qizlarga qarab. Lekin onajoningizlarga havas qildim qizingizga. Siz qanaqa ona ekansiz? Shundoq qiz tarbiyalagan. Men bilasizmi, opa nimadan qo'rqaman? Men hozir onam yolg'iz, oldilarida men ham do'st, ham o'g'il farzand, ham qiz farzand, ham turmush o'rtog'dayman deb ularga. Men faqat Xudodan so'raydiganim, menga keladigan inson turmush o'rtog'im onamga o'g'il bo'lib kelishini xohlayman. Chunki men turmushga chiqib ketganimdan keyin onam yolg'iz qolsalar, juda qo'rqaman. Nima bo'ladi? Nima qo'yadi? Oyim nima qiladi mensiz? Ukalarim bor kichkinadek hali. O'shaning uchun faqat eng katta Allohdan so'raydigan narsam meni bo'lajak turmush o'rtog'im menga turmush o'rtoqlikdan ham ko'proq onamga farzand bo'lib kelishlarini juda ham niyat qilaman. Inshaalloh. Ilohim. Shuncha yig'latasiz deb o'ylamadim. Kechiring. Tayyorgarchilik jarayonida shunaqangi emotsional ko'rsatuv bo'ladi deb hayolimga ham kelmagan edi. Yosh tafovutimiz katta bo'lsa ham, mana qiyinchilik ko'rganingiz bilinib turibdi-da, xuddi o'zimni tengdoshim bilan o'tirib gaplashgandek gaplashyapman. Onajoningizlar haqida ko'p gaplashdik. Adangizlar bilan munosabatingiz bormi? Yo'q. O'zim baribir oyim shu vaqtgacha men adamni yomon ko'rsam ham oyim yaxshi ko'rsatib kelganlar. Adang yaxshi ko'r. Og'riq bo'lganmanda juda kuchli, chunki nega maktabga borsam, maktabdagilardan adasini ko'rib, kimdir urishsa men kelib yetolmaganim uchun, ki moliyaviy tarafdan ham balki adam bo'lganda qiynalmasmidim degan narsa bilan ko'p og'ringanman, juda ko'p. Lekin shunda ham oyim baribir adamni yaxshilab, adang deb kelganlar, otang, baribir otang deb kelganlari uchun men 20 yoshimda o'zim borganman ularning oldiga. O'zim birinchi marotaba borib harakat qilib ko'rganman. Meni yaxshi kulib kutib olganlar, lekin o'zlarining oilasi bo'lgani uchun qabul qilmaganlar. Men borib harakat qilib farzandlik burchimni bajardim deb o'ylayman. O'shandan keyin qaytib borganim yo'q. O'zim umuman harakat ham qilganim yo'q. Lekin o'zlariga yaqinda tug'ilgan kunlari bo'ldi. Men o'zim yozib yubordim. Mayli, meni qizim demasangiz ham, farzandim deb kelmasangiz ham, menga ota mehrini bermasangiz ham, qachon, qanaqa vaqtda, hozir ham ayta olaman bu gapimni, men kerak bo'lsam, men tayyorman. Farzandlik burchim uchun men tayyorman. Ertaga qarib qolganingizda yoki menga yoki kimgadir muhtoj bo'lganingizda ham birinchi o'chirtda meni qizim bor deb xohlagan vaqtingiz eslavering. Mayli, siz menga mehr bermagan bo'lsangiz ham, meni farzandim deb bilmagan bo'lsangiz ham, men sizga farzandlik qilishga bir umr tayyorman. Bu meni yana bir marta onamni bergan tarbiyasidan kelib chiqdi. Agar oyim shu narsani menga yoqtirmaganda, balki men hozir yomon ko'rgan bo'lardim. Farzandlarini tashlab ketayotgan otalarga o'ziz otasi o'sgan qiz sifatida o'sha og'riq his qilgansizda, o'sha otalarga nima degan bo'lardingiz? O'ylamasdan farzandini tashlab ketayotgan otalarga. Ertaga buni javobi juda ham og'ir. Ayniqsa qiz bolani. Chunki bir kun emas, yil emas, oy emas, kun davomida har bitta yig'lagani otasini deb bo'ladi-da, azobi otasini deb bo'ladi. Har kuni. Har o'ylayotgani. Lekin tushunishmaydi. Men faqat bu otalarga aytaman, iltimos, qiz farzandinglar bo'lsa, o'g'il bola o'z yo'lini topib ketadi. Unga keladigan toshlar qiyin emas, u erkak kishi. Lekin qiz bola farzandinglarni tashlab ketmanglar. Ajrashib ketib, o'zingizlarning hayotinglar xato bo'lsa ham, boshqasi bilan yashab ketsanglar ham farzandda ayb yo'q, o'sha qizinglarni ham ta'minlab qo'yinglar. Mana shu qizlarni ko'chaga buzilib ketishi ham, ajrimlar ko'payishi ham otasizlikdan. Ko'pi.
To'g'risi, ko'pi shunaqa narsadan. Mana boya aytdingiz-ku, otasi yo'q, qizni olmaymiz, tarbiyasi yomon bo'ladi deganda shu qaysidir ma'noda shunda haqiqat demoqchimisiz? Bir xilla shunaqa ota-onalar borda, otasini tarbiyasini olmagan, demak, erkak kishining tarbiyasini olmagan, erkak kishiga bo'ysunmaydi. O'shaning uchun yaxshi bo'lmaydi tarbiyasi. Bizda mana shunaqa narsa bo'ldi. O'tgan yili o'zimni yaqinlarimdan bu narsani juda qattiq jabrini chekdim. Olib bermaydi baribir bu qizni, chunki otasi yo'q. U otasini tarbiyasini ko'rmagan, erkak kishiga bosh egishni bilmaydi deb qattiq gapirib qo'yganda. Endi bilmadim nima uchun unaqa otasi o'zida tarbiyasi bo'lmaydimi, nima qiz bola bo'ladi. Bilmasdan turib xulosa qilib qo'yishadi. Mana hozir siz meni birinchi marta ko'ryapsiz, to'g'rimi? Hali meni otasizligimni ham, otasi bor, yo'q ham deb o'ylaganingiz yo'q edi. Hozir meni tashqi ko'rinishimga qarab baho berdingiz kirganimda, mana hozir endi meni ichimni bilib, qanaqaligimni bilyapsiz. Ular lekin tashqi ko'rinishga qarab baho berib, otasi tarbiya bermagan, o'sha yo'lida deyshadi. Bu ertaga qiz bola uchun juda qiyin narsa-da, hozirgi otalar. Qiz farzandinglarni tashlab ketmanglar, ertaga bu narsani judayam og'ir javobi bor, judayam. Bu narsa yozilganimda, har bir kunda chekayotgan, yig'layotgan azobi otasiga yozilib boraveradi. Ajrashib ketsa ham, masalan, shu ayol bilan yasholmasa, munosabatini farzandlar bilan munosabatni qilib turishga hech kim xalaqit bermaydi-ku. Shunda, yo'q, lekin otalar bilasizmi, qilmaydi shu ishni. Ayol bilan ajrashsa, bolalari bilan ham ajrashib ketishadi. Qilmaydi. Yoki ikkita sabab bo'ladi-da. Yoki oldidagi ayoli, ikkinchi ana o'qib turadi, qattiq o'shab. Erkak kishi baribir ayol bo'yin bo'ladi deydi-ku. O'shanga qarab ketadi, farzandlarini esdan chiqaradi yoki moliyaviy tarafi bo'lgani uchun farzandlaridan voz kechib ketadi. Lekin buni javobgarligi bor. Judayam katta javobgarligi bor. Lekin qarangda, ertaga qariganda, boshqa bo'lganda baribir shu qizini eslaydi. Qizim bor edi, shunaqa bor edi. Uzatilayotgan, bilasizmi, og'ir narsa nima? Qiz bola uzatilayotganda Fotiha olishida. Nega shu narsani o'ylashmaydi? Men shu narsaga telefon qilib aytdim. Men ertaga kelin bo'layotganda, men uzatilayotganda men sizni chaqirmayman dedim. Juda qattiq gapirdim birinchi. Keyin yana o'zimga kelib, biz bilan yashamasangiz ham keling, menga oq Fotiha bering dedim. Men har o'ylasam shu narsadan juda og'rinaman-da, chunki ertaga turmushga chiqayotganimda men tog'alarimiz otam berishini xohlayman-da, lekin shu narsa bo'lmaydi. Baribir men bittingizda yarimta bo'lib chiqib ketasiz-da o'sha uydan. Baxtlisiz, oq ko'ylakdasiz, hayotingiz zo'r turmushga chiqyapsiz-da, lekin ko'nglingiz yarimta bo'lib chiqib ketadi-da uydan. O'sha uchun ham ertaga javob beradi-da ota. Qiz bola tug'ildimi, o'lgunicha otasiz yashayaptimi, o'sha o'lgunicha necha umr, necha yil ketsin, har bittasi uchun javob beradi ota. O'ylashadi, javobgarligi yo'q, xohlagancha yashashadi. Tashqi go'zallik haqida gaplashdik. Mana tashqi, ichki. Tashqi juda go'zalsiz, ichkingiz ham juda go'zal ekan. Bir-birini qanaqa uyg'unlashtirasiz? Men to'g'risi hozir mana siz bilan ochiq-oydin gaplashyapman. Meni taniganlar taniydi. Hamma joyda ham ochiq-oydin gaplashmayman. O'zim kulib qarab turaman, men tashqimga qarab baho berib jo'natib borishadi. Gaplashmayman unaqa, ochiq-oydin gaplashmayman. Agar xato gapirib turishgan bo'lsa ham o'shani talashib boshqa qilmayman, jim turaman. O'zimni ichki dunyomni ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Ko'p joyda shunaqaman. Yaqinlarim bilan, lekin juda ham yaqin o'tiraman, boshqa qilaman. Ko'p joyda mana borsam ham, syomkalarda ham, boshqa joyda ham ichki dunyomni bildirmaslikka harakat qilaman. Bilmadim nimaga, mana shu narsadan qo'rqamanmi? Nimaga qo'rqaman? Sodda deb o'ylashadi-da, keyin bemalol foydalansa bo'ladi. Otasi yo'q ekan, simbolik, hozir moliyaviy tarafdan men pul beraman desam, juda yoqib tushadi deb o'ylashadi-da. Shuning uchun juda kuchli qiz bo'lib turaman-da, boshqalarning oldida yoki boshqa joyda ichki dunyomni ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Borda shunaqalar. Sirazi soddalikka yo'yib, siz boshqacha ko'z bilan qarashadi. Ichki go'zallik o'zi nimadan iborat deb bilasiz? Ichki go'zallik. Masalan, lubo odamga aytsangiz, "Meni ichim ham go'zal" deydi-da, lekin qarab turasiz, xulqiga qarab turib bunaqa demaysiz. Bilib olasiz bittada. Siz uchun ichki go'zallik nimada? Odamlarni bir-biri bilan mana shu insonni misol uchun zo'r ichki dunyosi go'zal desa, hech kim bilan ishi bo'lmay o'zini hayotida, o'zini baxti bilan mazza qilib yashayotgan,
o'zini hayoti bilan, tashvishlari bilan, o'zini farzandlari yoki o'qishi, turishi, o'zi bilan hech kim hayotiga burnini suqmasdan o'zi uchun yashayotganlarni go'zal deb hisoblayman. Chunki rostdan hamda u birovlar bilan ishi yo'q, o'zini hayotida o'zi baxtli. O'zini hayoti bilan yashayapti. Ko'ra olmaydiganlar yoki mana shu baxtga erishsangiz u narsani targ'ib qiladiganlar yoki boshqa bu narsani ichida ko'nglida ozgina bo'lsa ham xarasligi bor bo'ladi-da. Mana qizlarga ko'pincha qizlar tomonidan do'st bo'lmaydi deydi. Qiz bolaga qiz bola hech qachon do'st bo'lmaydi yoki ayol kishiga ayol kishi do'st bo'lmaydi. Bu narsa sizni hayotingizda qanaqadir aksi bormi? Shu narsani ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz? Yo'q. Xudoga shukr. Hozir unaqa narsa ko'rmaganman. Bir necha yillar oldin sal ko'rganimda, men sirazi uzoqlashaman. Men unaqa insonlardan ne to'lqa qiz bola, o'g'il bola bo'lsa ham uzoqlashaman. Yo'q, hozir Xudoga shukr qilaman. Oldimda juda ham kam 3 ta 4 tagina do'konim bor o'zi. Hali biror marta ulardan pand yemadim. Ayniqsa bittasidan hali umuman shu vaqtgacha umuman qanaqa qiz bola bilan qiz bola do'st bo'lmaydi degan narsaga qo'shilmayman. Bo'ladi. O'zingiz qanaqa inson bo'lsangiz, o'shanga nisbatan u ham shunaqa bo'ladi baba. Men ishoning, shunaqa vaqt keldi, men shu rahmat aytaman shu o'rtoqlarimga borligiga. Meni qanaqa qiynalganimni ko'rishdi-da. Pulsiz qolgan vaqtlarim ham mamda bor, men berib turaman. Yo'sa mamnini qil so'rama deydiganlar ham bo'ldi-da. Men rahmat aytaman. To'g'risi, men oldimda chiroyli dugonalaringiz bor ekan. Xudoga shukr qilaman. Shunaqa kuchlisiz, o'tda turib beraman deyapsiz, onajoningizlarga o'g'ildek bo'laman deyapsiz, o'rtoqlaringizga turib beraman deyapsiz. O'zingiz turmushga chiqsangiz, hayotingizda bu narsa qiyinchilik keltirib chiqarmasmikin? Shuning uchun ham Xudodan faqat so'rayman, mendan ham kuchli turmush o'rtog'i uchrasin. O'shanda unaqa bo'lmaydi. Balki men 24 yoshimgacha ko'rmagan bolalik, erkinlik, mana bunaqa hayotda turmushga chiqqanimdan keyin erkak bo'lib ko'rib, rostdan ham o'shani hamma narsani o'sha vaqtda ishonaman, ko'raman. Shu narsani rostdan ishonaman. Hozir qiyinchilikda yashayapman, hozir mana bunaqa ko'ryapman. Men mehrga yoki boshqa narsaga zoriqib o'sib, boshqa o'tganim, yo turmushga chiqsam ishonaman, Xudodan so'rayman, ishonaman bu narsaga bo'ladi. Umuman boshqa hayotga tushib, rostdan ham sevimli turmush o'rtoq, juda ham erkak kelin. Ko'proq so'raydiganim qaynonammi, kelin emas, qizi. Kelinlari ichida ham mana shu bitta o'zi sho'x, bitta shu qizimni yaxshi deb turadigan kelini bo'lishi juda ham orzu qilaman. Xudo xolasa bo'laman. Men bu narsaga ishonaman. Yarim ana nima deydi, yaxshi niyat deydi-ku. Albatta, qiz bola yaxshi niyat qilsa, Da, oyim ko'p aytadilar. Hamma narsani detaligacha so'ragan. Qizim detaligacha so'ragan. Aniqlashtirib, tiniqlashtirib, rangi, markasigacha so'rash kerak deyiladi-da. Qaynona bilan yashash strong norm? Yo'q, norm men uchun. Siz uchun? Da. Chunki qaynonasiz yashasak ham любой kelin. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Mayli boshqarim dangasa bo'lib qoladi yoki sal anondan chiqib ketib qoladi. Baribir qaynonani savlati bor. Ertalab misol qilsak, ertalab choy tayyorlash yoki obedda mana qilib qo'yish, uyda doim xotirjamlik bo'lishi yoki uyi top-toza turishi. Men qaynona bilan yashashni xohlayman. Chunki birinchidan savlatlar bor. Ularni bosib turadi. Voy qaynonam bor, oyijoqni ko'niga qarash kerak. Voy bor, mana qilishim kerak edi deb turishim kerak. Shu uchun men qaynona bilan yashashni ko'proq tanlayman. Kimdirlar hozir aytar, bu aqllini yoqyapti hozir kameraning orqasida. Hech ham qaynonasi bo'lsa yashar. Yo'q, men dugonalarim ham biladi, to'g'rimi? Oldindan aytganman. Qaynona bilan yashashni xohlayman. Mayli keyinchalik balki turmush o'rtog'im niyati boshqa bo'lar. Lekin baribir 1 oy, 2 oy, 3 oy bo'lsa ham men qaynonani xizmatini qilishni xohlayman-da. Urishib bersa ham, men ish qilishni bilmayapsiz deganda ovqat qilishni o'rgatib turishlari, erkalab turishlari, men xohlayman u narsani. Qizil kitobga kiritilgan qizlardanmisiz? Aytaman, hozir bu gapdan 100% kommentariyada o'zini aqllini yoqyapti deb aytishadi. Aytishsanglar ham menga umuman qizig'i yo'q. Men oldindan aytganman, men qaynona bilan yashashni xohlayman. Zo'r. Shunda balki oilani bo'lar. Turmush o'rtog'imga misol uchun gap qaytarib turganda ham qaynonadan qo'rqib turasiz-da. Eringizni hurmatini to'kib qo'ymasligi uchun ham qaynonadan qo'rqib turasiz. Ana u ham nizo keltirmaydi. Ishdaligida ertalabdan kechgacha uxlaysiz uyda. Kelin uyda uxlaydi, baribir nima qiladi? Qaynona bo'lsa turib ovqat qilasiz, eringiz kelishiga ham tayyor ovqat bor.
Mana ikkinchi yana arzimagan narsadan ham oila janjal bo'laveradi. Ko'chadan olib kelib yeyishyapti hozirgi qizlar. to'g'ri. Ovqat qilib o'tirishibdi. To'g'ri, ko'chadan olib kelib yeyish. Endi men misol qildim ovqatda. Demoqchiman. Aytmoqchiman, Qizil kitobga kiritilgan qizlardan ekansiz. Efirimizni ko'rishgandan keyin sovchilik ko'payib ketadi sizga. Yo'q, sovchilik ko'payish uchun emas, ichimdagi bor narsani mana tepada Alloh turibdi, yashirmasdan aytaman. Menga umuman anavi piaram yoki qanaqadir haytam yoki nimadir ham kerak emas. Qarang, bitta vaziyat aytaman. Javobgarligi bo'lmasa, hech qanaqa javobgarlik yo'q. O'sha narsaga mas'uliyatingiz bo'lmasa, qaysi ishni qilgan bo'lardingiz? Juda ishoning, juda qattiq savol-da bu. Bu narsani aytib o'tishim juda ham xatodir, balki qo'rqaman gapirishga ertaga yana militsiya bo'lib ketmasa. Targ'ib qilish niyatim yo'q. O'zimni shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Hamma narsaga mana modda qo'yilgan, bilasizmi? Misol qilib aytganda, qizildan o'tishga ham qo'yilgan. Kimnidir borib ursangiz, unga ham modda qo'yilgan. Kichkina jinoyat uchun ham modda qo'yilgan. Qo'rqasiz. Haqorat uchun ham. Da, mana hozir kimnidir haqorat qilsangiz, modda qo'yilgan. Hozir mana bu inson haqorat qilib qo'ysam, meni ustimdan yozib bersa, men qo'rqib turaman, voy, hozir yozib beradi, strafdoriyman. Hamma narsaga modda qo'yilgan. Men bilasizmi, bitta narsaga qo'yilishini xohlayman. Hozir boya aytdingiz-ku, hamma ayollarga bor. Xunajim ko'zini uzmasa, bu qaybini uzmaydi degan narsa qilib hamma ayollarga bor. Yo'q, to'g'ri bor. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi-da. Men bu ayoli bo'lib turib, farzandlari bo'lib turib, ko'chani qizini yoki ikkinchi qilib ketayotganlarga ham, ayolini borligini bilib turib, oilasini borligini bilib turib, ajrashtirib olib tegayotgan ikkalasiga ham baravar qo'llanishini xohlayman. Ana modda bo'lsa deyman-da. Shunda men qo'rqatda, bundoq qaraydi, men qiz bola bo'lsa ham sochim. Gaplashmoqchi bo'lsa, ayoli borligini bilsa, modda bor-da unga nisbatan. Qo'rqadi. Anovi qiz bola ming aldab bolani o'qotganda ham bolani ham miya so'zda bor-ku. Bola ham shu qizga nisbatan ayoli bo'lib turib, men yuraman degan narsa qotganda, ana modda bor. Bittada chiqsa, xotini yoki yozib bersa, tamom ketadi. Qo'rqib turadigan narsa. Kimdan nimadirdan qo'rqib turamiz, misol uchun baribir. Shunaqa modda chiqsa edi, qani edi? Ikkala taraf ham qo'rqib tursa, bitta ikkalasiga ham bo'lsa, iloji bo'lsa o'sha modda bor-ku, oldingilar bilasizmi? Xiyonat qilsa yoki o'g'irlik qilsa, qo'lini choparish, o'ldirib yuborish bo'lsa-da. Xiyonatdan shunchalik qo'rqasizmi? Shunaqa bo'lsa, endi bu xiyonatdan emas, bitta tarafdan bo'lmaydi xiyonat. Ikki taraflama bo'ladi. Hozir mana qarang, erkak kishi mana misol uchun turmush o'rtog'ingiz yurib ketyaptimi, turmush o'rtog'i yurib ketyaptimi? Bitta unda emas-da, ana ayolda ham bor-da. Ikkala tarafda ham bor. Bu birinchidan buni oilasi borligini bilib turib yurgani. Bu bo'lsa, bu ayoli borligini bilib turib, bu bilan yurgan nafsi bor-da baribir. Lekin shunaqa modda chiqsa ekanki, ayoli borligini bildimi, qiz bola uzoqlashsa-da o'shandan. To'g'risi. Jamiyatimiz ham ancha chiroyli bo'lib, ajrimlar kamayib, ayollar uyida erim nima qilayotgan ekan, men bunaqa bo'lib qolmasin, kamchiligim menda bor, erim qidirib qolmasin emas, uyda mazza qilib ovqat pishirib, bolalariga dars o'tadi. Qani shunaqa xotirjamlik kelsa. Shunaqa xotirjam bo'ladi, rostdan shunaqa bo'ladi. Keyin nimaga? Bemalol qo'rqita olasizda, shu modda bilan o'sha qizni qamatib yubora olasiz. O'sha oxirgacha bo'lsa-da, shu narsa qila olasizda. Yo'q-da, agar menda siz aytayotgandek, bu narsani men nima uchun kelib chiqib gapirdim, yana menga ertaga negativ ishlamanglar. Hozir menga savol berdilar. Majburiyati bo'lmasa, javobgarligi bo'lmasa, to'g'rimi? Tanqidi bo'lmasa dedingiz. Nima qilgan? Men shu ishni qilgan bo'lardim, shunaqa modda kirgizgan bo'lardim. O'zingizcha majburiyat bo'lmasa, mana biron bir narsa o'shab turib qilolmayotgan ishingiz bormi? Tanqidga qolaman. Mana bu yerda qonun bor, mana bu yerda majburiyat bor. Bu yo'q-da, hech narsa yo'q, nima qilgan bo'lardingiz? Bormi shunaqa ishingiz? Qani edi mana shu ishga javobgarlik bo'lmaganda, mazza qilib shu ishni qilar. Bu juda o'ylantiradigan, uni o'ylab ko'rish kerak. Oddiy narsaga gapira olmayman. Buni o'ylab ko'rish kerak, chunki katta narsa-da bu, baribir. Oddiy savol emas. Qiyinchilik bilan hamma narsaga erishib kelganim uchun oson kelgan narsani o'ylab ko'rmaganman. O'ylab ko'rmagansiz. Tushunarli. Hozir 24 yoshli Malika 18 yoshli Malikaga nima maslahat bergan bo'lardi? Qaysi ma'noda? Hozir o'z maslahatda hozirgi vaqtda afsuslanib yoki
hozirgi holatgacha kelgan. Mana hozirgi holatingizdan turib, hozirgi aqlingizdan, hozirgi tushunib turgan, anglagan haqiqatlaringizdan kelib chiqib, 18 yoshli yoki 16 yoshli malikaga nima degan bo'lardingiz? Yaxshi tarafi birinchidan hamma narsani chidab uddalaysan. Chunki u paytda men juda yig'loq edimda. Uddalaysan. Hamma narsaga erishasan derdim. Ikkinchi tarafi, men u paytda bola bo'lganman, hozirgi aqlim bo'lganda, balki u paytda qilgan xatolarimni qilmagan bo'larmidim. Ayniqsa, birinchi uchurda shu viloyatga borib, shu tanqidga qolganim. Shu narsada o'zimni qoldirmas edim agar hozirgi aqlim bo'lganda. U paytda yosh bo'lgansiz, unaqa vaqtda bo'lgansiz, qaramagansiz bu narsalarga. Men mana shu narsani o'ylayman, lekin bu ham yaxshilikka deb hisoblayman. Nega? Xayrlisi men uchun. Hozir yig'lamayapman, siqilmayapman bu narsani o'ylab, men uchun bilasizmi deyman? Xayrli ekan deyman. Yaxshi ham turmushga chiqmaganligim, chunki hozir ularning hayotini ko'ryapman-da. Qanaqa holatdaligini, hayotlari birga emasligini ham, necha vaqtdan keyin oila buzilib ketganini ham men Xudoga shukr qilaman, men farzandim yetim qo'yardim. Balki o'sha oilaga tushmaganim uchun, Xudo meni asrab qolgani uchun shukr qilaman. Men hozirgi malika bo'lmasdim. Kuchli, onasining oldida turib, hamma narsani o'zi qiladigan, hech kimni gap so'ziga qaramaydigan, kim nima desa ham faqat birinchi o'zini o'ylaydigan qiz bo'lmasdim. Hozirgi kuchli, o'ziga puli yetarli, go'zal malikaga yetmayotgan nimadir bormi? Bor. Men juda yomon ishonuvchi va soddaman-da, hammani yaxshi deb hisoblayman. Keyin oxirida o'zim pand yeb o'tiraman. Endi faqat bu narsa qanaqa oldimdagi atrofimdagi insonlardan, faqat shaxsiy munosabatdan emas, shaxsiy munosabatdan ham, atrofimdagilarni ham ishoning, meni yaqinlarim biladi-da, men kimdir bilan misol uchun shunchaki yaqin inson bo'lsam ham borimni beraman. Borimni beraman o'shalar uchun harakat qilaman. Ular birorta yo'lda ketayotgan bo'lsa, yana ham yordam beraman. Yo'llari yaxshi bo'lsin. Lekin oxirida men pand yeb qolaman-da. Men shu narsa hayotimda yaqinda bo'ldi. Bo'ldi. Juda ham qattiq men o'sha insondan ko'nglim og'rigan. Aytolmayman lekin kimligini. Men mana shu 1,5 yil davomida borimni berdim. To'g'risi borimni berdim. Qanaqa gaplar qolsam ham, qanaqa tanqidlarda qolsam ham, yo'q bo'lmaydi degan narsalarni eshitganimda ham bular meni yaqinlarim, akam, opam, singlim deb borimni berdim-da. Lekin ular faqat mendan, meni blogerligimdan, manligimdan foydalanishdi. Bo'ldi. Men shu narsadan qattiq dilim og'ridi. Men o'zlariga hech narsa demasdan ketdim. Men haligacha ularni hurmat qilaman. Akam, opam, ukam yaxshi ko'raman, lekin dilim qattiq og'ridi va uzoqlashdim. Faqat bitta narsa bo'lgani qoldi, ular meni yo'qotdi. O'sha jonini berib turadigan, o'sha soddagina, faqat blogerlikdan foydalanadigan malikani ular yo'qotdi-da. Bo'ldi. Men shu narsaga og'rindim. Nega unaqa insonlar faqat o'z foydasini o'ylaydiganlar? Men shu narsadan og'rinaman. Hammani o'zimdek bilaman, to'g'risi, hammani o'zimdek bilaman. Bir kitob bo'lganingizda qaysi mavzuda yozilgan kitob bo'lardingiz? Menimcha juda ham kuchli qiz. Men o'zim shunaqa hisoblayman, rostdan. Juda ham kuchli qiz degan nima bilan yozdirilardim. Opa, men hozir siz meni hayotimdan ondan birini eshityapsiz-da, men nimalardan bosib kelganim, qanaqa hayotni ko'rib kelganim, otasiz, yolg'iz ona bilan o'zim harakat qilib, misol uchun o'qishlarga bormay ishlab kelib, bloger bo'lgunimcha qanaqa ishlaganlarim, kechalari ishlaganlarim, bu narsani undan birini ko'ryapsiz-da, lekin bu kitobda yozilsa davomiy o'qishadi. Qani nima bo'lar ekan? Qanaqa baxt bo'lar ekan? Qanaqa turmush o'rtog'i kelar ekan? Qanaqa baxtli bilan yakun topar ekan shu qizni hayotda degan narsa bo'ladi. Chunki men sizga aytganimdek, hamma ham tushunmas, yolg'iz onaga oson emas.
Katta farzand bilan, katta farzandga oson emas, to'g'riroq. Mas'uliyati juda katta. Men kollejga borib ishlagan vaqtlarim, kerak bo'lsa chetga ketganimda o'qishim bo'lgan vaqtda, u yoqda denda o'qishga borib nochda ishlagan vaqtlarim, uxlamaganlarim, qayerdadir ishlayotganimda yig'lab kechalarimni o'tkazganlarim. Nega men bu yoshimda hozir o'ynab kuladigan vaqtim, nimaga men bunaqa vaqtga tushib qoldim degan vaqtlarim bo'lganda, Xudoga shukr qilaman, hammasini yengib o'tdim. Kitobingizda kitob deylik, mana siz kitobsiz. Yirtiladigan varroqlar bo'larmidi? Nimagaligini so'ramayman. Lekin yirtiladigan varroqlar bo'larmidi? Uni yaqinlaringiz o'qiganida ichidan yirtiladigan varroqlar bo'larmidi? Ko'pmi? Yo'q, 2-3 ta bo'lardi. U judayam keraksiz yirtiladigan. Umuman o'qishni hech kim xohlamaydiganlar bo'lardi. Endi bizani an'anaviy savolimiz hamma ishtirokchilarimizga beramiz. Shu kunga kelib qabul qilgan hayot haqiqatingiz, anglab yetganingiz emas, qabul qilganingiz. Anglamasangiz-da, xohlamasangiz-da qabul qilgan hayot haqiqatingiz. Qabul qilgan hayot haqiqatim bu men shu katta farzand bo'lganim, men otasiz o'sib kelib, qancha menga ko'p negativlar otib, sovchilar kelganda ham, boshqa gapirganda ham, men o'sha haqiqatni borimcha qabul qilishlari bu narsani o'sha haqiqat deb hisoblab bo'ldi, Malika. Yo'q, sen otasiz o'sgansan, senga keladi shunaqa gaplar. To'g'ri, sen pul topyapsan, sen kimdir bilan yurganga chiqarishadi. Mayli. Bu narsani ilojing yo'q, qabul qil. Sen shu yo'nalishda ketsang, sen yaxshi yashayapsan. Zato sen harom pul topmayapsan. Bo'ldi, sen shu yo'nalishdamisan yoki shu hayotdamisan, sen bu narsani o'zingga qabul qil, yig'lama, nolima. Xudoyim shu narsa bilan sinov beribdimi? Demak, shu taraflama meni sinabdi. Nogiron qilib qo'yib yoki biror narsa qilib qo'yib yoki umuman ota-onasiz qilib qo'ymabdi. Hachabi onam bor. Bu meni haqiqatim. Bu narsani tan olib, bu yog'iga faqat harakat qilib yashaydigan narsani qabul qilganman o'zimga. Rahmat. Ko'rsatuvimizni yakunlashdan oldin sizga biron bir berilmay qolgan savol bormi? O'sha savolni o'zingiz berib javob bersangiz bo'ladi. Ko'rsatuvimizdagi savollardan kutgansiz, ammo berilmay qolgan savol. Yo'q, hamma savolinglar yaxshi. Men aytib o'tdim deb o'ylayman. Yana ko'proq ham gapirib bordim. Negativ har doimgidek. Negativ bo'ladi-yu. U narsaga e'tibor bermayman, lekin mana hozir aytayotganimdek, men qanaqa bu qiyinchiliklar bilan bu vaqtga yetib kelganimni onam biladi, o'zim bilaman, Alloh biladi. O'shaning uchun faqat bitta narsani xohlayman atrofimdagi insonlardan. Meni o'ylashadiki, o'zi pul topyapti. Bilmaysiz bloger qancha pul topishini? Misol uchun reklamasi bor, boshqasi bor. Aktrisa. Men o'zim pul topyapman. Meni kimdir bilan yurib turib pul topib qo'yayotganga chiqarib qo'yishini xohlamayman. Ko'p negativ shundan keladi. Bunaqa emas. Unaqa bo'lsa ochiq oydin aytaman. Unaqa emas. Meni o'ylashyapti, baribir 50% kimdirlar o'ylaydi-da. Bu zo'r bo'lib ketdi, mashina oldi, puli bor, mana u yoqmoqchi, unaqa qilyapti. Yo'q, men u yoqmaganman, men hali kvartirada yashayman bu yoqda. Rostdan tan olaman. Kvartirada yashayman. Lekin niyatim bor. Men onamga uy olish niyatim bor. Men shu niyatimni amalga oshira olmasam, turmush o'rtog'im bilan amalga oshiraman deb niyat qilaman. Bu degani men bilmasdan turib, mana ikkinchi bo'lib yashayapti, shuncha hamma narsasi bor degan narsa qilishlarini xohlamayman. Idealingizdagi mana savollar bo'lishi mumkin. O'zingizga turmush o'rtoq tayyormi yoki harakat qilib ko'rishsa bo'ladimi? Yo'q, tushunmadim savolingizni. Gaplashadigan yigitingiz bormi? Turmush o'rtog'ingiz tayyormi yoki sovchilar kelaversinmi demoqchiman. Keling, shu mavzuda gaplashmaylik. Instagramda tez orada o'zingizlar ko'rib olasizlar. Rahmat, ishtirokingiz uchun rahmat. Mazza qilib suhbatlashdim. Sizga ham rahmat. Rosa ham yengil bo'ldim, to'g'risi. Meni ochilmagan haqiqatlarimni, men haqimda bilmaydiganlarni ko'proq olib chiqib berdingiz. Rahmat aytaman. 5 yildan beri men bitim og'rib kelayotgan narsani ham balki ular ko'rar, balki yo'q. Ularning fikri ham menda qiziq emas. Ular uchun ochiq aytib bera oldim. Bu narsaga sizga rahmat chaqirganingiz uchun. Rahmat, mazza qildim.